Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi yaşayotgan muhtaram vatandaşlar. Hammalarga Allah'ın salamı, rahmeti olsun. İlahiler ikramına hoş geldinler. Muhtaram qarindoshlar, bugün diqqatingizga necha vaqtdan beri biz sal qarab kelgan, arzimaslar qatorida cho'ritilgan ozg'un fikri qatorida muomala qilib kelgan bir fikr bilan yüz görüş, yani didarlashish maqsadida bir ekran keldik. Qo'limizda ishlatayotgan iPhone, telefon, tabletlarimizda har qatimliq yangi nashr chiqqan chog'da uni aktivlashga majbur qolgandik. Hayoti dunyomizda va mamotimiz qadar lozim bo'lgan Qur'on Karimga qarata va hadis Rasulullohga qarata, islomga qarata davomli aktivlab turish bizningki bir musulmon bo'lish ustimiz bilan asl majburiyatlarimizdan edi. Ammo biz davomli konu nashrga murojaat qilib keldik. Her qanday meseleni hal qilishda yangicha Qur'onning asl ruhiga uyg'un bo'lgan uslubni yoki jur'at qilmadik va yoki g'ururlik qildik. Men shu sabab tufaylidan kunimizda beshimizga kelgan nurg'un baloyi musibatlarni shunga misol munosabatli deb qaragan ahvollarga duch keldik. Ovoz yoki texnik masala bo'lsa, aziz qarindoshlar, xabar qo'ymasangiz. Xo'sh. Bundaqda bugun diqqatingizga Londonda yashayotgan, Angliyaning London shahrida turayotgan, hayoti o'qish bilan o'tgan, o'qitish ishlari bilan mashg'ul bo'lgan, chet elga chiqqandan keyin nurg'un jafo mushaqqatli musofalar bilan o'zining dastlabki izlanishlarini tashlab qo'ymagan va vatan xalqining manfaati uchun muvaffaq kelgan uyg'un bir vaqtni tanlash maqsadida fursat kutib turayotgan ustozimiz Kerim Zoir efendimniki bugungi taqdim qilishida inshaalloh dastlabki Qur'ondan nazar programmamizning muqaddimasini boshlaymiz. Ya'ni Qur'onga aloqador asosiy tushunchalar haqida bilganlarimizni bir anglab boqamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli ustoz, xush keldilar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Teşekkürler. Yaxshi. O'zim ovoz tamam. O'zim salomat, yaxshi tutganlar inshaalloh. Bugungi bu programma sizlardan bo'lgan programmaning ekranga chiqishi bo'lgan musibatlarni aytijaq bo'lib ketdi. Hayron qolarlik ish. Qur'ondan bir bet ochildi. Bütün işlerimizin hammasini Qur'ondan bir qarab baqalı. Çünkü bir jumlaq çemberning ichida bo'lgan bo'lsak, islomdan iborat. Onun her xil pencereleri bo'ldi oldimizda. Birisi fiqh dedi, birisi hadis dedi, birisi Qur'on dedi, birisi her xil pencereler var. Yani Qur'onning penceresidan bir qarab baqsak. Duch kelgan masalalarga degan maqsadda o'zlaridan dalishtirdik. Oldi bilan navbatda bizning bu programma münasebetlik elip bağlanan kademlerimizge, halkımızdan qaytgan inkaslar qarta. İki mesele hakkında bir cevap veriş bizdeki bir nimimiz olub qaldı, ötkülümüz oldu. Bu şekilde avval bir toxtulub ötken bolsaq, biri Subhanallah. Muşu xalqimizning beshiga musibat kelgan mushundaq bir kunlarda nima uchun bundaq bir tema bilan o'ttirib chiqdik yoki bu temani ko'tarib chiqdik. Bu bizdagi dushmanni qo'yib boshqa dushman bilan hatlashib qolgan, kuchni bo'ladigan ahvolga duchor qilmasmi degan bir savol bor. Bu vaqtda sizlarning tushunchalarni olgan bo'lsak, baraman. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar, hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Uzundan birisi bu ekranga chiqish bir arzuyum yo'q edi. Chunki ishlarimizga, ya'ni vatan millatniki ishlariga bir daxl bo'lib qolmasin deb bunda oxirgi so'rab kelgan. Bu qatim bu qarindoshimiz Ahmad Pidoyniki taklif bilan bu ekranga chiqib qoldik. Chiqishdagi maqsad yanıla şu vatan millatniki ishlariga bir foydasi bo'lib qoladi. Foydasi bo'lganligi muqarrar degan shunday bir tushuncha bo'yicha chiqdik.
biz masalani har qanday bir masalani Qur'oni Karimga selishtirib, Qur'oni Karimdan izlash orqali o'zi Qur'oni Karim orqali javoblandirsak, u masalaniki o'zimizga, millatimizga va vatanimizga bo'lgan, ya'ni kurashlarimiz jarayonida bo'lgan nurg'unlagan foydasi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki Qur'on shundoq tasvirlaydi bu masalalarning o'zini. Chunki Qur'oni Karimdagi tush maqsadi insoniyatni falokatdan qutqizish. Ya'ni o'z vaqtida shu qadar o'zi nimaga axloqsizlikqa shundoq cho'kib ketgan bir arab millatining o'zini qutqizib, dunyoda davlat, hatto imperiya qurg'izgudek darajada bir holatga kelgan kitob mush Qur'oni Karim. Endi bizga kelgan chog'da desa, bizga kelganda bu islomni qabul qilishdan burun davlat qurgan bir millat islomni qabul qilib, mana bugungi kunda kelgan vaqtida dunyodan yo'qolish oldida turayotgan shunday holat tushib qolishimizning sabablari nima? Misol, Qur'oni Karim insoniyatni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan, insoniyatni qutqizadigan bunday bir kitob bo'lsa, biz uningga rost zali to'g'ri esildikmi yoki to'g'ri esilmadikmi? Bu sohada Qur'oni Karimdagi e'tiqod, ahkam sohalarda har bir mavzuda ayrim shu to'xtalish niyatida o'tirg'i chiqdik. Agar o'zi Allohning kitoblariga, payg'ambarlarga ishongan vaqtda bizga qandoq o'zi yana foydasi bo'ladi? Yani biz ishonsak, ishonmasak Alloh taologa hech qanday foydasi yo'q. Lekin biz uni ishonsak bizga qanday foydasi bo'ladi? İşenmegen çağda insaniyet qandaq öz ziyalları boldu. Tarixda şundaq öz ziyallar, şundaq paytlar boğam bolmaganmı? Bu sahada butunlay hammasini Qur'oni Karimdagi oyatlar orqali, Qur'oni Karimda tunishtirilgan voqealar orqali hadis deymiz buni. Shuning orqali o'zi bayon qilamiz inshaalloh. Yani bugungi bu o'tirib qo'yilayotgan tema bir qulluqda qolgan millatni tekrar qutqizishga aloqador bo'lgan muhim bir ilm yoki bir e'tiqod tushuncha bo'lganligi uchun bizning mustaqillik kurashlarimizga ziyon qilmaydi degan fikr. Shunaqa tushunsak bo'ladimi? Albatta. Chunki buningga texim bek o'zi kuch beradi mencha. Chunki uni tushunmay turib, uni bilmay turib, buni so'zlab etsa, u ziyon bo'ladi deb mundaq ko'z qaraydigan odamlar bo'lishi mumkin. Ammo bu amaliyotda agar shuni rasmiy tushunib, millatga uni tushundirsak, uniki shu da'vo ishlaridami nurg'ulg'an foydasi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki uniki Qur'onning ichida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy har xil o'zi prinsiplarni o'tirib qo'ydi. Bu prinsiplar bizni har sohada ilgirlashga yetaklaydi deb o'ylayman. Tamam, ikkinchi masalaga o'tildi. İkinci mesele bizdeki şu realliğimizde bir ahval var. O bozma anlamayımız, köymeyimiz ama tıllayımız. Yani tenkit kılımız. Bu ahde Kur'an ne mi deydi? Kur'an'da her nesini o'qish, tefekkür qilish, bilish sohasida bizga buyruqlar berilgan. Her nesini bilish lozim, bilgan taqdirda uni nihoyatda o'zi chekiga yetkazib, masalan Peygamber Aleyhisselam'a birinci katım düşken ayet İkra bismi rabbikellezi halak halakal insanu min alaq İkra ve rabbukel ekremullezi allama bil kalem allamel insanu ma lam ya'lam degan şu 5 ayet düşken. 5 ayetniki üstüdeki o'zi 3 ayetning o'zi bir nazariya bo'lsa, oxirdagi 2 ayet uni amaliyotda, ya'ni Alloh taoloni tunishda amaliy bilim bilan tunish sohasiga yotadi. Yani Qur'oni Karim her qanday bir yerde nazariyani oldida so'zlaydi, oxirdan amaliy o'zi dalil isbotni, moddiy isbotning o'zini keltirdi. Yani demakchi bo'lgan nima degan vaqtda Qur'oni Karimni ishongan, Qur'oni Karimga ergashgan odam har narsada birinchi nazariyani tuzuydi, oxirdan o'zi amaliyotni shu nazariyaga qarata nima ma'noda degan gap endi. Undaqda hem de hazır mandak bir qancha nimin tekrarlandı. Ötkende misalan sekular hakkında fikir oturuşkendan keyin tarafdan onun qarta bir tanqidlar tushdi.
Ama qarab baxsaq, sekular haqidagi dastlabki izlanishi, ya'ni ustozlarning oldida tiz cho'kkan shayxlarninki, ularning og'ziga quygan tushunchalar bo'yicha hukmga oldirib ketganligi ma'lum bo'ladi. Sekular agar bir toplumning erkin tanlashi bo'lgan bo'lsa, bir islomiy bir tuproqda o'sib yetilgan musulmonlar toplumininki nimani tanlaydiganligi bir aqlga ayon bir oddiy bir masala. Ama aşınandımı, siz çökken şeyhinin oldidagi narsaning ta'siridan qutlanmaganligi, xalqqa nisbatan ijobiy shaklda bir natija bilan tushuncha berilmaganligiga guvoh bo'ldik, shohid bo'ldik. Shu sabab tufaylidan tekrar izdinish, ya'ni o'tirib qo'yilgan masalani yangidan bayqash, nima deyapti deyishga e'tibor bermaganligining bir nimasini tortiqcha ko'rdik. Bugün bizning o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan programmamizning e'loni chiqqandan keyin sizning og'izlardan qanday bir so'z chiqadiganligi, o'tirgan nimalarning qo'yilganligi, bu ya'ni Qur'ondan nazar silishning bir qanday bir mazmun ekanligini anglamasdan xuddi jiroqdan bu bayatın deb o'tib ketgandek ozg'on yoki boshqa bir fikrlar jo'g'lanmasidagi kallasini silib olgan ko'na tushunchalar bilan muomala qilishningki nimasini ifodasini ko'rdik. Bunun için demekçi, eğer xulosalab aytgan vaqtimizda mayli u qarindoshlarimiz davatgan hadisning ro'yidan bo'lsin, mayli Qur'on Karimninki ko'rsatmasidan bo'lsin, agar tadqiq qilmagan yoki anglamagan, ko'rmagan bo'lsa, undaqda bu kishininki u ko'rmay turib fikr qilishi qanday nima berdi inson, qanday natija berdi? Ya'ni o'ziga nisbatan qanday ziyni bor? O'ziga nisbatan birinchidan qarshi tarafdagi insonga tuhmat chaplagan bo'ladi. Qur'oni Karimda tuhmat chaplash bir jinoyat. Ikkinchi, o odamning o'zini bilmay turib, o odam nima deydiganligini bilmay turib, o odam to'g'riliq o'zi so'zlash, o bir boshqalarga haqorat, zulm qilgan bo'ladi-da. Avval so'zligini qo'yish lozim. Bu Qur'ondan so'zlaymiz. Har narsani Qur'on orqali, masalan, Xudoning Qur'on orqali tunishimiz lozim. Payg'ambarning Qur'on orqali, Allohning kitobini ham Qur'on orqali, oxiratni ham Qur'on orqali. Har narsaga Qur'ondan javob chiqarishimiz lozim. Mushu sohada so'zlaymiz degan vaqtning o'zida insonlar, ya'ni bo'lib o'qigan odamlar bu nihoyat yaxshi bir fikr ekan. Buni tinglab ko'rishimiz lozim. Agar kamyalar bo'lsa, biz unga yordamlashishimiz lozim desa, u nihoyat to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Ham bu masaladaniki, bunda ko'z qarashiniki hozir o'tirib chiqishniki sababi nima degan vaqtda bizda, ya'ni insoniyat tarixdan buyon inson cho'qinish ishlari bo'lgan. Tarix, masalan, bizniki ajdodlarimizmi shu qurgan davlatlarninki podshohlarining o'zini Tangriqut deb ashunday ataydi-ki, Tangriqut degani Tangrining bolasi, Xudoning bolasi degan ma'noni ifodalaydi masalan shu vaqtda. Ya'ni insonlar insonga cho'qindigan ashunday ishlar bo'lg'achqa, bu halqa Alloh taoloning maqsadi tamoman nima yo'q bo'lib ketgandan keyin Alloh taolo Qur'oni Karimning ilohiy kitoblarni Adem alayhissalom ta payg'ambar alayhissalomga kelganda tushirgan kitoblarda maqsad nima degan vaqtda insonga emas, Alloh taolo tushirgan qonun orqali masalani hal qilish. Har odam o'zining barobarligini tiklash, qonun orqali masalani hal qilish. Bundaq o'zi bir prinsipni o'tirib qo'ygan. Qur'on shunday. Her narsani qonun orqali, Alloh taolo tushirgan qonun orqali nima masalani hal qilish. Hargizmi bir insonning digini emas, bu insonning digini Qur'oni Karim to'g'ri kelsa, u to'g'ri deydigan bundaq bir prinsip turish. Buni o'tirib qo'ygan. Shuning uchun bu yerdagi tushunmaslik va bizniki xalqimizning kallasiga burun tortib sinib ketgan narsa qonunni ijro qilgan odamga emas, qonunga emas, qonunni ijro qilgan odamga esildigan. Misol, bu ishlar hozir kommunist davlatlarimizda bor. Odatda Jungo'ni misol olsak, Jungo'ning o'zida hozir Shi Jinpingniki nemisi, Shi Jinpingning ideyasini o'rganish degan bir narsani o'tirib chiqadi. O'z vaqtida Mao Zedongning ideyasini o'rganish degandek bir narsalar bor-edi. U yerda shu Shi Jinping o'ziga cho'qindirish, xalqning o'zini o'ziga cho'qindirish uchun qilayotgan narsa. O'z vaqtida Mao Zedongni o'ziga cho'qindirish uchun qilgan. Ma g'arb davlatlari desa, g'arb davlatlari Qur'ondan ashunday jiq narsani o'rgangan bo'lg'achqa, insonga emas, qonunga bo'ysundirish. Bu qonunning oldida prezidentga o'xshash,
Hacetxonni juydigan odamga o'xshash. Qaysi jinoyatni o'tkazsa, hojatxonni juydigan odamga mavu o'zi prezidentga demaydi ekan, shu qonunning oldida o'xshash o'z jazoga tortadi, mas'uliyat tortadi. Alloh taoloniki Qur'oni Karim, yani ilohiy kitoblardagi maqsadi mana shu. Dunyoga bir qonun tiklash, Alloh taoloning prinsipini asos qilgan oldiki bir qonun tiklash, butun insonlar shu qonunning oldida barobarligini his qilish ve o'ziniki haq-huquqini barobar bo'lgan haq-huquqini qo'g'dash shu qonun orqali va boshqalarning haq-huquqiga tajovuz qilmaslik. O'xshash shunday prinsiplarni o'tirib nima chiqarish uchun Alloh taolo shunga bu ilohiy kitoblar bir nurg'u yerlarda ahkomlar bor, bir qism yerda prinsiplar bor ahkom chiqarish uchun. Bu maqsad, yani ilohiy kitoblarniki nima insonlarga keltirishni, insonlarga evatishni maqsadi mana shu. Butun koinot, yani Alloh taolo yaratgan narsa Allohning oldida o'xshash ekanligi, barobar ekanligi. Uning ichida insoniyat turlariniki hammasi bir o'xshash bir inson ekanligi, mayli rangi qanday bo'lsin, tili qanday bo'lsin, hammasining o'ziga tushliq bir haq-huquqi borligi. O haq-huquqqa tajovuz qilgan vaqtda o odam zulmga uchraydiganligi va uning qarshi o zulm qarshi kurash qilish haqqining borligi. Qur'oni Karimda her odamga o'ziga loyiq, o'zining atrofida, yani o'zining doirasi atrofida haq-huquq, erkinlik berganda, mana shu sohadan aytgan vaqtida Qur'oni Karimdagi haq-huquq masalasi, shu Qur'oni Karimga asosan tushungan vaqtida İnsanlar eğer şu hak-hukukunu qo'g'dash uchun kurash qilmasa-mı jinoyatchi bo'lganligi Allohning oldida. O'zining insonlik oldida-mı jinoyatchi bo'lganligini tushunib yeta oladi deb o'ylayman. Shuning uchun bu xalqi har narsani Qur'ondan qarash bu nihoyatda o'zi to'g'ri bir narsa deb o'ylayman. Endi shu program boshlashdan ilgari bu fikrni ilgari biz bayatın degandek bir xillik yuqumliq kasalga muomala qilib jiroq aylanib yaqin yo'lamay hatto jiroqdan nazar silishqimi rag'batimiz yo'q shaklda o'tib ketgan zamonlarimiz bo'lganligi uchun keyin bu program boshlash biqish haqida muzokaralar bo'lganda ko'ngil do'stlarimiz bilan suhbat qilgan vaqtimizda eng samimiylarning o'tirib qolgan fikrda bizden aklımız aciz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ondak batini ilim degen oxşaydigan mında içki jihatdan ilim berilgan. Degenge o'xshash, yani Qur'on Karimni tushunishda aqli iqtidori yetmaydiganligidan iborat bir tirnoq tatlash xarakterdagi ifodani berdi. Yani bu biraz bana nima keldi? Maqbul keldi. Ashna tuyuldi. Aslida yok, hozir kadar mesela vatan hakkında fikir yok degan gapni anglab kelgan edik o'zima deyotgan qarindoshlarımızdan. Yani vatanni qanday qurish haqida gap yo'q degan o'xshash gaplarni anglatdik. Voy, hammani debdi shu vatan haqida, davlat qurish haqida buni o'zimizga tashlab degan o'xshash. Shu zamonlarda sizlarniki Qur'on Karimning vatan haqidagi davlatchilik nazariyasi, tushunchasi haqidagi maqolalarni ko'rdik. O'qigandan keyin qarab boqib, unda bo'lsa, qarindoshlarimiz yo'qkin demay topamadik danglar degan binasini o'ttirib yani yavaş yavaş shuningdan asosda siz nima deydigan bu odam degan shaklda biroz qiziqish bo'ldi. Bir qancha turli masalalardagi tushuntirishlarni angladik. Xuddi bir kartinadan mal kelgan bo'lsa, biz ikki tomonni ko'rib boqib, sifatida o'lcham uchsa, tamom deb hammani og'inga o'xshash ish bo'ldi. Qolganini vatandoshlarimiz bilan birlikda o'rganaylik deb qarindoshlarcha o'zimizga sig'inganni yaxshi ko'rganda, sizlarga yaxshi ko'rib, barabar o'rganaylik degan maqsadda, anglab boqaylik degan maqsadda ekran kelgan bo'ldik. Bu qadar deydiganlarim shu qadar. Endi Qur'on Karim haqida bugun biz shu nimani muqaddimasini boshlamoqchi bo'layapmiz. Qur'on Karim haqida hozir qadar nurg'un har xil o'xshamagan fikr tushunchalar bo'lganda, hatto shu hadis bo'lmasa Qur'on tushungan olmaydi deganga o'xshash fikrlarning orqasida Qur'on Karimni sirliqlashtirib o'tish, mo'jizlashtirib o'tish va hatto asl xususiyatidan yiroq bir shaklda tushuntirish xarakterdagi yoki tushunish xarakterdagi ifodalarni ko'rib turibmiz-da. Bunga qarab Qur'on Karim haqidagi tushunchamizni bir yangilaydi yoki bo'lmasa bir cho'nqurlashtirib boqalar, anglab boqalar zaten.
degan bir maqsadda sormoqchi bo'lgan savolimiz shu. Qur'oni Karim zaten qanday kitob degan savolga nima deb javob berishimiz kerak? Buni haqida Qur'onda nima deb o'rgatdi bizga? Mushaqqat bergan bo'lsa. Endi Qur'oni Karimni men shu bir kitobimni hozir bittirdim. O ash kitobning o'zidami shu Qur'onni uchga bo'lib nima qildim endi tushuncha berdim. Buning birinchisi aqida, ya'ni e'tiqod sohasida. Ikkinchisi ahkam, ya'ni din nima desa aqida ahkamdan iborat. Yana uchinchisi degan vaqtda hadis. Qur'oni Karimning ichida hadislar bor, nurg'unlagan. Masalan, Odam alayhissalomdan tortib toki payg'ambar alayhissalomgacha 25 payg'ambarlar haqida nihoyat muhim biz o'z ibrat elish, dars elish tegishli yerlarning o'zini shu payg'ambarlarning ish izlaridan qoldigan voqealiklar bor. Uniki atrofidagi musulmonlarniki voqealigi bor. Uning qarshisidagi kofirlarniki ya'ni jin shayton deymiz, farishta deymiz, Alloh taoloning koinotni yaratish haqidagi deymiz, nurg'ulg'an ashundaq tabiiy ofat, halokatlik voqealiklar, ashundaq voqealiklardan tortib hammasi bu Qur'oni Karimning bu hadis qismini egallaydi. Qur'oni Karimdagi hadis tarafi asosan Qur'onniki 70%dan ko'proq yana egallaydi. Qolgan 30% atrofidagi yana 30% yetmagidek yeri nimani egallaydi? Aqida va ahkomni egallaydi. Hamda Qur'oni nurg'un odamni deydi, Qur'onda hadis olamdi deydi. Hadis deganni e'tiqodni tortib degan gap so'zlarimiz qilgan ish harakatning hammasi hadis deb atildi. Qur'oni Karimda a payg'ambar ani qildi, ma payg'ambar mani qildi, aydi mangdi, maydi man dedi. A kafir ani qildi, man qildi degan so'zning hammasi hadis, voqealik. Hamda Uyg'urchadagi hodisa degan gapning o'zi hodisa degan shu. Hamda bu yerda bu nimaniki bo'lmasganda bu hadis sohasida biz endi burun o'qigan vaqtida mush sohasitniki hammasi emas. Sahih Buxoriy shu vaqtda hali undaq o'ngay tepildigan kitoblarga, undan keyin Tirmizi deymiz, Abu Davud, keyingi vaqt Nasaiy chiqdi. Sahih Muslim chiqdi. Shuna o'xshash nurg'unlagan sohasitniki 5-6sini o'qigan bo'ldik shu vaqtda. Vatan sirtida chiqqan vaqtda u kitobni hali yoyg'in deymiz. Kengtasha o'zi bu kitobniki ularning o'zini bir ko'rib chiqqan bo'ldik. Endi bu hadislar, ya'ni hadis endi meniki nazarimda Qur'oni Karimdagi shu nimalarga tushuntirishiga asosan ikki turga bo'lib tushuntirishga bo'ldi. Birinchisi bayman degandek Qur'oni Karimda bayon qilingan hadislar, voqealiklar. Ya'ni buning o'zini Alloh taolo hadis sohasida hali jihiyada hadis kelimasi bilan tabiiy hadisin ba'da yu'minun, ya'ni hal atak hadisi Musa misal ashunga nurg'un oyatlar bor. Musa haqidagi Musaning zamonasida bo'lgan voqealik haqida sana xabar keldimi degan mundaq mazmundagi oyatlarda bu. Buni Alloh taolo hadis deb atagan. Bu hadisniki, ya'ni bu voqealikniki bo'lganligining rost ekanligiga ishonish bizniki vazifamiz. Buni ishonmasak Alloh taolo uni rost bo'lgan voqealik degan o'zi bo'lg'ashqa buni ishonmasak kofir bo'lamiz. Ya'ni bu Qur'onning ichidagi oyat, Alloh taolo oyat orqali o'zi bayon qilgan voqealik bo'lg'ashqa. Endi ikkinchisi rivoyat hadislar deymiz. Bu rivoyat hadislari shu burundan tortib Musa alayhissalom, Isa alayhissalom, shu Ibrohim alayhissalomning zamonasidan tortib payg'ambar vafot bo'lib bir qancha yil tezroq bo'lsa, bir qancha 100 yildan keyin shu payg'ambarlar haqida bu payg'ambar adi qilganmish, ma'ni qilganmish degandek rivoyatlar shunday o'zi ko'chada bo'lganki, uni keyin kitoblashtirgan shunday ishlar bo'lganki, bu nimaniki Tavrat, Injilniki yangi ahdisi, ko'ni ahdisi degan kitob men qo'limda bor. Bu kitobning o'zi 2005-yili besilgan kitobki.
bu kitapniki konu ahdi deganning o'zida shu Musa alayhissalom, İsa alayhissalomga tushgan İncilniki original nusxasini ataydi ekan. Hem yeni ahdi deganning o'zi yeni ahdi degan İsa alayhissalomdan 300 yil keyin yozilgan İsa alayhissalom ana debdiki, man debdiki, mani qilganmish degandek shu so'zlarning o'zini yozib, buning o'zini yeni ahdi deb ataganki, buni Markus, Yohanna degan 4 odam yozib chiqqan kitob ekan endi bu. Buni hozirgi nimalar xristianlar shu yeni ahdisining o'zini qo'llandiki, koni ahdisini shu namozda o'qiydiki, uningdagi qabristonlikda nazar chiroqda o'qiydigan o'xshaydi. Hozir musulmonlar mashtaq qiladi buni. Qur'onni shu nazar chiroqda namozda o'qib qolganiga uni bek ishlatib ketmaydigan bo'ldi-ku. Xo'sh. Ham bular shundaq rivoyatlarning sababidan minglarcha yil ashunda xonavayron bo'lgandan keyin u ashuni tashlab, shu butunlay uni amal qilishni tashlab, undan keyin qonun programmaning o'zini amalga oshirib, hozir Yevropa musholat kiptamdi. Musulmonlarcha desa, musulmonlardimi o'xshashlar. Ular 300 yil keyin İsa alayhissalomdan 300 yil keyin o rivoyatni yozgan bo'lsa, musulmonlar undan ishtigaroq chiqqan 250 yil Peygamber Aleyhisselam'ın vafatından 250 yıl keyin shu rivoyatlarni yozganda, bu yerdagi farq nima degan vaqtida bizga vazifa bo'lgan darajadagi bu ikki hadisning o'rtasida, ya'ni rivoyat hadislari bilan Qur'ondagi hadisning o'rtasidagi farq, Qur'ondagisi rasmiy bo'lgan, Alloh taolo o'zi uni vahiy orqali o'zi yozdirib o'tgan mundaq bir ish bo'lg'achqa, u Qur'ondagiga ishonmasak kofir bo'lamiz. Ama rivoyat hadislarining o'ziga ishonish hech bir zaman bizga buyurilgan ish emas. Hatto u kitob tushishdan burun nurg'un musulmonlar o'tgan, ular u rivoyatlarning hech qanday xabarim yo'q edi, uni ishonmagan holatda faqat Qur'onning o'zini yetakchi qilib mangan. Uning uchun ular g'alaba qilgan, keyin mag'lub bo'lishining tamoman sabablari nima degan vaqtda shu Qur'onni bir zamonga, Peygamber Aleyhisselam'ın zamaniga, Peygamber shu Arab yerim arlığa, Arablarga xoslashtirib qo'yganligi uchun ular mag'lub bo'lib, mana shu hozirgi shu kunga akilishining butun sabablari shu. Ama hozir olimlardan olimlar chiqyapti. Bu hadisniki, ya'ni bu rivoyat hadislarini deyapman-da. Rivoyat hadislariniki din bo'lanmaydiganligi, dinga asos bo'lanmaydiganligi to'g'riliq nurg'un tadqiqotlar olib berilyapti. Amaliyotda Qur'oni Karimda o'zining qo'li bilan yozib olgan narsani "Ma'u Allohning dargohidan" degan odamlarning holiga voy deb o'zi oyatlar bor. Fawailul lillazina yaktubuna bi aydihim summa yaquluna haza min indillah degan oyatlar. Ashunga nurg'ulgan oyatlar bor. Demakki, Allohniki dini qilish, ya'ni bir narsani yozib, u narsaning o'zini bu Allah'ın dini deb bundaq o'zi o'ttirib qo'yish, bu eng cho'ng xatolik ham jinoyat hisoblanadi. Qur'oni Karimdagi hukm bo'yicha aytgan vaqtida. Biz buni har birisini hamda bu bugun hemen tunishtirib o'g'li bo'lmaydi. Ashunaki babga kelgan vaqtda, masalan, maxsus hadisni tushuntiradigan bab kelimiz, namozni tushuntiradigan bab kelimiz, inshaalloh, ro'zani tushuntiradigan bab kelimiz. Shunda babga mavzuga kelgan vaqtida har birisini ayrim tushuntiramiz deb o'ylayman. İnşallah. Bu Kur'an-ı Kerim qanday kitap degan savolga berilgan javobni oxirgi bir ikki jumladan bir yig'inchoqlab berasizlar, yaxshi bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zi bayon qilib, Alif Lam Mim zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin deb oxirisi ulayka ala hudan min robbihim va ulaykumul muflihun bilan xuloslagan. Bu qanday kitob degan vaqtda insonlarning shunday qalaymaqan yo'llarga kirib ketganligini, o'zining havoyi havaslarga ergishib ketganligini yoki havoyi havasga ergashgan odamlarga ergishib ketganligini Alloh taolo bilganligi uchun bu insonni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan kitoblarni tushirib kelgan tarixdan bo'lgan. Birinchi kitob Odam alayhissalomga tushirilgan ekan, oxirgisi Payg'ambar alayhissalomga tushirilgan. Bu kitob hamda neymiş qilgan kitob bu desa, hudallil muttaqin. Muttaqi deganning o'zi xato ish qilmasam bo'ladi, ishni to'g'ri qilsam bo'ladi degan odamlarga yo'l ko'rsatgan bir kitob deydi Alloh taolo. Muttaqi deganning o'zini
Allah'ın qo'rquvchi, taqvo o'qichi deydi, u undaq narsa emas. Taqvo o yerki muttaqi degani vaqoyaqi kelimasidan kelgan narsa, vaqoyaqi degani saqlanish degan ma'noni bildirdi. Nemada xatolikdan saqlanish. Ya'ni bir inson men xatolikdan saqlansam bo'ldi desa, Qur'oni Karimni o'ziga yetakchi qilsa xatolikdan saqlana oladi degan gap endi. Ben qandaq ish qilgan odamlar desa, masalan, ashuna o'zida lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'ayb. G'aybga ishonma degan odam, ya'ni Allohga, Allohning bor birligiga, malaiklarga ishonma degan odam Qur'oni Karim qarab u ishonchisini turg'izsa, u odam to'g'ri o'zi ishini oladi degan gap endi. Kitap ishonma desa, ya'ni burunqi payg'ambar alayhisolamga burunqi payg'ambarlar tushirilgan kitoblarga ishonman desa, Qur'oni Karimni tunishtirishga asosan ishonsa, u odam to'g'ri ishini oladi degan gap. Ahiret ve bil ahiret degenin özü işinin ahireti cezmi kılma. Yani o işimdeki ben işendim, muş boyunca iş kılma, muş boyunca iş kılsam bu işinin ahireti çokum galbel ahirleşidir. Degen ki cezmi kılman dese, cezmen aşının özemdeki bir nimen boludu dese, tuluk işençim boludu dergan yakip kalsa, yani muş Kur'an işensi boludu degen gep. Ben muşundak boğa vakt ne boludu dese, ulayik Allahu demmin Rabbihim. Yani her adam kılgan işini Kur'an-ı Kerim arkalı kılsa, o vaxtda o adam doğru yolun üstüde boğan boldu. Doğru yolun üstüde boğanlığını ki netin nimelki kandak ifadaleyimiz bu, onu kandak bilimiz diye vaxtda ve ulaykumul muplihun. O adam nicatlıkı erişdi. O adam nicatlıkı erişkenliği, yani muş dünyada galbi kılganlığı, o adam doğru yol mangalığını ki, yolda doğru mangalığını ki istifade diyen gepemdi. Bununla Kur'an-ı Kerim'de misal Yusabbitullahu allazina amanu bil kavli sabitli fil hayati dunya ve fil ahire degan bir ayetli var misalda. Allah Teala Yusabbitullahu allazina amanu bil kavli sabitli deganni biladik kavl Qur'oni Kerim. Qur'oni Kerimga ishongan, Qur'oni Kerimni o'ziga yetakchi qilib mangan odamlar mush dunyoda g'alaba qilganligini va oxiratda u g'alaba qilgan oxiratda ya'ni g'alaba qilganligini yani Allah Teala dünya ve ahirette ispat kılıdı dedi. Yusabbitu degenin özü kelim la ilahe illallah degen sözde mustahkem kılıdı dep andaq tercüme qilib qo'ydi. Undaq emas bu. İspat kılıdı o yerkenin özüne. Misal tarixte ötken peygamberler Allah Teala'nınki şu düşügen kitabı arkalı g'alba qilganligi Qur'oni Kerimde bayon qiliqliq. Ondaqda sizlar ilgirkiler sınalgandek sınalmayman deb o'ylamsizlar degan iboralar bor. Buni qanday tushunamiz? Hozir ashunaqam kelamiz. Shu tarixda o'tgan payg'ambarlar Alloh taolo tushirgan kitob orqali ularning g'alaba qilganligi Alloh taolo tushirgan kitobga biz eslitsakmi bizning g'alaba qilganligimizga u isbot degan gap bor. Yusabbitu deganning o'zicha Dünyada Allah Teala düşürgen bu kitap arkalı galbiga erişken insan ahiretçi. Ahirette mi? Kıyamet günü Allah Teala ben o kitapka eslitme ben galbi kılamadım dediği insanlar buluşu mümkün de kıyamet günü yana. Mesela nazır vaxtida Müslümanlar galbi kılamay bulup biz galbi kılamay kitapımız go. Ben şu Kur'an işengendim, andak mandak deydiğen bir gaplar çıkışı mümkün de. Hem de Allah Teala şu vaxtda deydiğen gap. Yani ma insan şu dünyada şunu işinip şunu ki körsatmesi boyunca yol manga vaxtida yol menip muşunda qalblarga erişken edi. Bu sana isbatmı şu? Sen undaq mağamıdın deydiğen gap da o edi. Misal. Bu şekilde düşünüş doğru kelsa navadı mesela. Bugünkü dünyanınki qalbilik deb tushundirilib yoki ko'rinayotgan noktalardaki insanlar hazır bizde vatkan Kur'an-ı Kerim'e düşüdüğün insanlar emes hem de. Yani Müslümanlar Türkiye'deki emes. Onda bularning qalbisi nereden geldi? Bunun da ikki narsa var. Misal Allah Teala aslında bu Kur'an-ı Kerim düşürgendikin Kur'an-ı Kerim qulda ba insanlar dünyada her narsada g'alaba qilib menish kerak. Kur'an-ı Kerimning talebi bu. Hem de hazır Kur'an-ı Kerim qo'li turib g'alaba qilolmay ketayotgan insonlar nima uchun g'alaba qilolmadi o vaqtida desa, Kur'an-ı Kerimni qo'li evib turib, Kur'an-ı Kerim ko'rsatgan yo'l bo'yicha mangamagan insonlar bu.
Misal hazır biz Avrupada yaşayapatımız. Avrupalıkniki şu ictimai, mesela hayatımızda görüyapatımız Hollanda'da Avrupalıkniki kıvatqa iş hareketli tirişçanlığı misal her sahadaki her işki bo'lgan samimiligi qarab şu musulmonlikni bosibdika deb arzum qildiganlar ba'zi vaqtida. Ba. O odamniki iymon keltirish emas, Qur'onniki shu prinsiplarga to'g'ri kelish kelmasligi bilan munosabatli bu ish. To'g'ri kelsa, o odamni mayli Yahudi bo'lsin, mayli Nasara bo'lsin, mayli mushrik bo'lsin, mayli hech narsaga ishonmaydigan bir inson bo'lsin, o Qur'oni Karimdagi shu prinsipga to'g'ri kelsa, o odam g'alaba qilib ketaveradi degan gap. G'alaba qilgandiki bu dunyoda o odamning o'zi uniki natijasini ko'rdi. Ammo uni ishonmaganligi uchun bu dunyoda uning savobi bo'lmaydi faqatla. Ammo bu dunyoda uniki natijasini ko'rdi degan gap. Bu kafir ve Yahud bu Allah'ın inkar kılışlarınki kılmış etmişleri eğer paşının kantığı ersizeydi ular bir tümü su vermeydi diye ayetler mesela. Muşi ayet ne enek Müslümandaşlığımızı karsak bütün dünyadaki Müslümanların Müslümandaşlığı yani paşının yani bir kantığı doğru gelmesi mümkün Allah'ın nezirde. Değişik bulamdı. Elbette bo'ldi. Endi o men musulmon deb turib birinchidan, ikkinchidan o islom ko'rsatgan yo'l ayri qilib qilib, boshqa bir yo'lda menib ketib o'tib, uningdagi islom va'da qilgan narsani umid qilish bu xato bir narsa bu-ku. Bu Amerika Washingtonga mangdigan bir aeroplan chiqib kelib, men Istanbulga nima qilib bormayman degandek bir gap. O adam birinchi shu yo'lni to'g'ri menish kerak, u vaqtda manziliga to'g'ri yeta oladi degan gap. O qo'liga Qur'onni elib olib, biz o'qigan vaqtida limaza ta'akhkharal muslimun va limaza taqaddama ghayruhum va biyadihimul Qur'on degan bir kitob bor-ku. Arabchasini o'qigan biz qog'iliqdagi vaqtida. Qo'lda Qur'on turug'lig'in nima qilib musulmonlar og'ida qolib qoldi, boshqalar oldiga o'tib ketdi degan mazmun. Hadisku demek 500 çakırımlık musabetin korkunç silindi. Yani ilgili ümmetlerge verilmeyen derslerden bizge verilgen ders var diyen zikrinin arasında aşinası var yani. Mançılık çakırımlık yoldan vehimi silindi yani ki korkak salalaydıgan derecede mende bir hususiyeti verildi diye. Ama muştan saldıgan bolsa qadı del eksicide hazır biz. Elbette. Hazır şu neçe min kilometr yiroqlik Xitoydan qo'rqmish yerda hech qanday ish qilmayotgan odamlar bor-ku. Bu shunga o'xshab bir narsa ham, misol. Endi aslidagi sinoq to'g'riliq gap qildilar. Sinoq deganning o'zi dunyoga keldik, kelgan kundan boshlab o'lgich orliqda butunlay hamma sinoqchi bu. Misol, men o'qidim diniy sohada. Bu diniy sohada o'qishimning o'zini to'g'ri ishlatdimmi, ishlatmadimmi? Bu sinoq. Bir odam pul topgan bo'lsa, pulni to'g'ri ishlatdimi, ishlatmadimi? Podshoh bo'lgan bo'lsa bir odam, u podshoh adil bo'ldimi, bo'lmadimi? Kambag'al bo'lgan bo'lsa bir odam boy bo'lish uchun harakat qildimi, qilmadimi? Shu kambag'allikni qutilish uchun harakat qildimi, qilmadimi? Biz hozir Xitoyning mustamlikasiga qolib qoldik. Uning bo'lgan sinoqchi biz mustamlikadan qutulish uchun kurash qildikmi, qilmadikmi? Buning hammasi sinoq. Biz shuningga o'zi qarshi kurash qila olgan bo'lsak, sinoqdan o'tish uchun harakat qilgan bo'lamiz. G'alaba qilgan bo'lsak, sinoqdan to'liq o'tgan bo'lamiz. Harakat qilib, o'lib shu netin chiqishi o'lib ketgan bo'lsak, ish qilib kurashning ustida o'lgan bo'lamiz o vaqtda. Tamam. Kur'an-ı Kerim'deki bütün hemen mezmunun din değişik olandı. Bayat mesela 3-2 böyle ötep kettiler mesela 3 xil mezmunla ölçü alıqı, 3 xil kategoriye kirdi alıqındır. Onda qaysı kısmını din dep düşünümüz bilen ki? Biz davet qan yoki Allah razı olgan din, bizden Allah'ın nezdindeki kabul bolgan din İslam dedi. Kur'an-ı Kerim'deki İslam qaysı mezmunlar?
Qur'on Karimdagi islom aqida bilan ahkam. Bu din bu. O hadis qismi desa, hadis qismi bu dinga tatbiqlangan qismi bu. Misal shu yerda payg'ambarniki ish harakatlari, payg'ambarlik ergashgan musulmonlik ish harakatlari bayon qilinib, ularniki to'g'ri qilganligi, xato qilganligi, vaziyat noto'g'ri qilganligi haqida bayonlar bor Qur'onda, shundaqmi ya? Xo'sh. Bu nima bo'ldi desa, shu bayonning o'zi nima desa, Qur'oni Karimdagi Alloh taolo ko'rsatgan ahkomlarga uni tatbiqlab, uningdagi ma'u inson mayari to'g'ri qildi, mayari xato qildi deb bergan baho. Hem uni oqibatini men bu insonlar mundaq to'g'ri ishlarni qilganligi uchun men shunda qilgan insonlar oxirisida nima bo'ladi? Jannat kiradi qiyomat kunida deb Alloh taolo uni oxirisida xulos chiqarib, bu odamdan Alloh rozi bo'ladi degan to'g'riliq Qur'oni Karimda mundaq o'zi oyatlar bor. Ondan keyin masalan payg'ambarning qarshisida turgan kafirlar Yahud Nasaralarga qarshisida turgan insonlarcha desa, uningga ash qilgan ishining sababidan Allah Taala onunğa onu qilgan ishning xato bo'lganligi, Allah uni qiyomat kunida jazolaydiganligi, uni qilgan qilmishiniki oxirisi ham ziyonli bo'lganligi haqida ayndaq o'zi bayonlar bor. Bu nimani bildirdi desa, ash Qur'ondagi shu ahkam aqidaga Alloh taolo uni tatbiqlab, buni qilgan ishiniki xato ekanligiga chiqargan bir hukm hisoblandi. Demak bu nimani bizga nimani o'rgatadi bu vaqtda? Bu nima? Hadis qismi degan vaqtda her bir inson dunyoda yashagan vaqtning o'zi yana bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan qilgan ishimizni Qur'oni Karimdagi ahkomga, aqidaga tatbiqlab menish lozimligini. Shu mangan vaqtimizda u ishimizniki to'g'ri ketyapti, xato ketyapti. Buningga biz o'zimiz baho bera oladiganligi va xato ketgan bo'lsa uni darhol tuzitib, to'g'ri yo'lga o'zi menishga o'zimiz haydakchilik qila oladiganligimizniki bir nemisi bo'ldi degan gap. Bir bishorat oldu. Hem de bu Kur'an-ı Kerim'de bazen nazil ulaş nimizga alakadar ve kelgen uçurlarda bazen de deyilken hemmesi avval yettiqat asmanınki üstüge bıraklı düşüp Peygamber Aleyhisselam duç kelgen vakalikler hadislerge asasen Cibril Aleyhisselam Hoda kazandan üstüp bergendek, udulluq akbir bergen degendek ibarlar. Bazısı deydi o, yok udul bolungan vakalik alakadar düşken dedi. Bir kaç xil variantlar var yani. Qandaq nazil bo'lgan bu Qur'on Karim? Hem biroq nazil bo'lganmi yo qandaq bo'lgan? Ya 23 yil jarayonida yana nazil bo'lgan Qur'oni Karim o nimildi aniq bor. Yani Qur'onda mu shunday qilqi tanzil degan ibora bilan keltirgan oyatlar jiq. O tanzil degan nima degan vaqtida yani asta tushganligini bildirdi. Qur'oni Karim tamamen tushib bo'lgan qarta anzalna degan kelimeni tushirgan Alloh taolo. O anzalna deganni Qur'oni Karimning umum mazmuniga asoslangan bir kelime. Nunazzilu degan, nazzalna degan o kelimening o'zi o'lqi asta her voqelik qarta tushirgan mundaq bir kelime. Bu yerdagi Qur'oni Karimni bundaq qilqi her bir voqelikka qarta tushirishlik sababmi hamda Payg'ambar alayhissalom niki alqi voqelikni Qur'oni Karimga tatbiqlash jarayoni sal o'ngayroq bo'lsin uchun shundaq qilgan bir kitob hamda. Bir voqelik bo'lgandan keyin shu voqelik qarta Qur'on tushgandan keyin shu voqelikni bu Qur'onga tatbiqlasam bu vaqtda bu o'ngayla buning alqi hüküm çıkırış işleri onay bolduke degan gap. Peygamberge onay to'xtaydi bu ishlar shu vaqtida. Undaqda o Qur'on Karimning shu nazil bo'lish tartibini belgilagan omil reallikdagi amaliy masalalar deyish bo'lamdi. Bu tartibini belgilash u Alloh taolo o'zi uni bekitib ekan. Buning o'zini mana bu Qur'oni Karimdagi nemisi to'planishi degan bir mavzu bor edi. Meniki nimamda buning o'zida Ma'u rivayet hadislarida Peygamber Aleyhisselam vafot bo'lgan vaqtda Qur'oni Karim to'planib bo'lmagan, uni bir
nurg'ulgan qo'zoq deymiz, g'azang daraxtniki yupamoqlar deymiz, teri, tosh, yog'och qo'shish naslini yezib shu biyak do'lab qo'ygan o'xshaydi endi. Ashuni keyin qorilarni yig'ib kelib, ashunda to'plagan degan uni biz o'qigan. Shu payg'ambar neminiki, shu payg'ambar alayhisalom tarjimonlaridan bu. Ammo Qur'oni Karimniki asosan bu bundaq emas. Masalan, sura Qiyomatniki 16-oyatidan 18-oyatigacha Qur'oni Karimda la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alayna jam'ahu va qur'ana fa iza qara'nahu fattabi qur'ana degan mush oyatniki o'zidan Qur'oni Karimni to'plash va uni Qur'on holatiga akilish bizning vazifamiz degan Alloh taolochi. Buni endi Qur'oni Karimni to'plashni Alloh taolo ustiga olgan bo'lsa, uni o'zi Qur'on holatiga hozir Qur'onniki tartibi bor. Birinchi sura Baqara, uni sura birinchi sura Fotiha, unidagi sura Baqara, unidagi sura Al Imron degandek 114 sura ash tartib bo'yicha ratlangan ekan-ku. Mush holatda ratlanish, har bir oyatniki shu o'rni qo'yilish hammasi o Alloh taolo o'zi ustiga olgan bir ish ekanligi mush oyat ashuni bayon qilyapti endi. Ondan keyin bu sura Furqonniki 32-oyatning o'zidami وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا degan mush oyatning o'zidami oxirgi varattalnahu tartila degan oyat biz uni tizib chiqdik degan bo'ldi endi. Biz uni tizib chiqdik degan Alloh taolo o'ltirib ham uning o'zini beboshdan tutib o'zi tizganmi degan vaqtda uni payg'ambarga qilg'izgan degan gap. Payg'ambarga qilg'izgan. U to'g'riliq oyat bormi degan vaqtda bor. Masalan, Muzammil surasiniki 1-oyatidan 4-oyatgacha oraliqda Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi va rattilil Qur'ana tartila degan mush oyatning o'zida misol sal atgaroq turib, yana namoz vaqtida sal atgaroq turib Qur'oni Karimni tizib yana shu o'z o'rniga yana shundaq sal ratlab chiq deydi. Va rattilil Qur'an tartila Qur'onni sal ratlab chiq degan gap endi. Bu nima degan bo'ldi desa, ma yuqorqi va rattalnahu tartila bilan va rattilil Qur'an tartila degan oyatni ikkisini birlashtirgan vaqtida Alloh taolo uni ratlash buyrug'ini bergan, ham u ratlaydigan qos oyat qayerga keldigan, qos suraning oxirisiga keldigan yo 5ga keldiganligini hammasini Alloh taolo ko'rsatib bergandan keyin Alloh shu bo'yicha o'zi payg'ambar alayhisolamning ratlaganligi chiqdi bu yerda. U payg'ambar o'zining 5ga kelganchalik unda ratlagan bir narsa yo'q. Bu shu Qur'onning o'zi ratlanmabdiki, keyin Hazrat Umarning zamonasida ratlanibdiki, u qog'oz yo'q ekan, ammo qog'ozning o'zi payg'ambar alayhisolam o'lib ketgandek, keyin u qog'oz shundaq o'zi u yerga yig'ib ketgandek, shundaq bir odam ishongisi kelmagan bir gap bu-chu. Payg'ambar alayhisolam vafot bo'lishdan, payg'ambar bo'lishdan burun, biz o'qigan kitoblarda shu Ashir mualliqi, Sabi mualliqi degan kitoblar bor-chu. Ama şunun o'zi bir Qur'ondek va kitoblar mana shu aytgan vaqtida she'r kitoblari bir qancha shoir birlashib shundaq she'rning o'zini yozgan vaqtda uni to'plab bir kitob holatiga akilib shu Kabiniki ichki esib qo'ygan bu arabcha. Mana bizdek shoir bormi deb esib qo'yganda shu bir qancha shoir bir kitob yozgidek bir qog'oz topgan bir yerda bir qancha ming musulmonning o'zi yoki bir qancha 10 ming musulmonning o'zi bir tal kichik bir Qur'ondek bir kitobni yozgidek bir narsani topolmaydi deganga hech kim ishonmaydi o'yadi. Ham uni ustiga payg'ambar alayhisalom vafot bo'lib keyin bir qancha oy, ya'ni 5-6 oyning ichida bir urush bo'ldi. Nimani zakat vermaymiz degan bir jamoat bilan bo'lgan urushda nurg'un odam o'lib ketdi. Shu yerda Abu Bakrga Umarning o'zi tavsiya qilgan bo'lib, u yerda ashundaq o'zi Qur'onni ratlab chiqsak bo'ldi, Qur'on oltiga kelsak bo'ldi, yo'qolib ketdi bo'lmasa degandek qilib, ashundaq bir hikoyani o'rinlashtirib, undan keyin Qur'onni ular ratlab chiqqan qilib ko'rsatdi. Buningda ikki maqsad o'z ichiga elim deb o'ylayman. Birinchisi u sahobaning o'zi cho'ng bir xizmat qilayotgan ashundaq ko'rsatdi bu yerda. Qur'ondan iborat bir kitobni ratlagan qilib ko'rsatdi. Ular cho'ng xizmat qilgan, lekin Qur'onni ratlagan degan u yomon cho'ng o'zining bo'yidan oshadigan bir ish bu-chu. Ikkinchisi bu Qur'onning o'zi payg'ambar alayhisolamning zamonida ratlanib bo'lmagan,
keyin o'zi uni ratlagan, uni ba'zisini o'zini o'chga yeb ketgan degandek mushunda palpatish mushunda rivoyatlayapti. Endi ashning o'zini nima desa, Qur'onmi o'zi keyin ratlangan, uning o'ziga unchalar ishongili bo'lmaydi degan yerga akilish uchun qilayotgan bir jadal bu. Şoňa hazıralqy ma rivoyat edislari to'g'riliq hamda shu ochiq gapni qilgandan keyinla onda bo'lsa Qur'onga ishongili bo'lmaydi-ku degan mundaq gapni qildigan odamlar aşadan chiqadi hamda. Hatta zaten Kur'an'a işlenmeydi, nurgun adamlar hazır vaqtda, şunun için o'zi Kur'an'ın gibini qilimiz deseler, açığı keladi bularning uchun. Aslida qoida bo'yicha Kur'an'ın gibini qilsin zade, kamyalar olsa biz to'liqlab biz yordamlashaylik desa bo'ladigan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Alloh taolo u Qur'oni Karimni ratlashni o'zi ustiga olgan, ratlab hozir Qur'on holatiga akilishning o'zini o'z ustiga olgan, uni payg'ambarga maxsus vazifa qilib topshirgan. Uni payg'ambar alayhisalom shu oxirgi nimasida, masalan, Hajjatul Vidodan qaytib kelgandan keyin vafot bo'lg'ich oraliqda 6 oydak burun, ya'ni vafot bo'lishdan 6 oydak, 6 oy atrofida ba'zilar 9-10 oyni gibi qildi. En qisqasi 6 oy atrofida burun o'zi nima vahiy to'xtagan payg'ambar alayhisalomga kelish, vahiyning kelish to'xtaganda payg'ambar alayhisalom shu vaqtda nabiylik vazifasi tugab faqat risolat, rasullik, ya'ni nimani Alloh taolo tushirgan shu risolatni insonlarga yetkazish vazifasini o'tagan 6 oy. Demakki bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Qur'oni Karimning mush oyatlariga asosan o Qur'oni Kerim keyin ratlangan degan so'zlarning hech qanday o'z ilmiy asosi yo'q. Hem Qur'oni Kerimdagi mush oyatlarga tamoman zid. Qur'oni Kerimga zid kelgan har qanday rivoyat o amaldan qoldirildi. Qur'oni Kerimning hukm bo'yicha, Qur'oni Kerimning hukm bo'yicha. Nimisiga qarasaqmi shu mavo hadisni bo'lmasa tushungan olmaydi degan iboraga qarasaqmi Qur'oni Karimga bo'lgan ishonch kemmi degish keladigan darajada bir ifoda bor-da. Masalan hozir Qur'oni Karim hadissiz bo'lma. Hatta ba'zan nimani anlasam hadis Qur'onning ruhi debdi. Bu o'tirib bu gap biraz g'alab tuyuldi menga. Endi shunday deyishga bo'lamdi. Hadis Qur'onning ruhi deyishga bo'lamdi. Hem bu uniki o devatqa adamlar menimcha shu rivoyat hadislarida aytdim 9 kitob hozirgi vaqtda soat 2 bo'libdi-ku. Biz endiki vaqtda soat 6 deydik, 6 sahih kitob deydik, hozir 9 sahih kitob deydiki. İnşallah biz o'lib ketguncha 30 tal sahih kitob bo'lgan o'xshaydi. Bu aynibchi. Endi bu yerdagi bu rivoyat hadislar bo'lmasa buni tushungil olmaydi degan gapning o'zi bu nayati o'zi Qur'oni Karimniki o'zi, ya'ni Alloh taolo bayon qilgan bayonotlarga nayati zid bir narsa bu-chi. Qur'oni Karimni insonlar tushuna oladigan holatda keltirganligini bayon qilgan. Hamda bu yerdagi eng muhim nuqta nima degan vaqtda usul tafsir degan menada bor bu kitob. O'sha ikki tom men buniki ma ichidagi nemisni xitini hisobga vaqtda Qur'ondagi 5 parchadan majih chiqdi. Xitini hisobga vaqtda o'zini mundaq qilsa Qur'ondagi 2 chiqdi. Bir Qur'onning o'zini tafsir qilishni o'rganish uchun o'qiydigan kitob ma'lumdi. Tafsir qilishni o'rganish uchun. Tafsir qilishni o'rganish uchun tafsir shu o'qiydigan usuli tafsir deydi. Tushundirish Qur'oni Karim tushundirish metodi degan gap hamda. Ashni o'qish Qur'onni tushundirish uchun o'qish Qur'onni tushuntirishni o'rganish uchun Qur'onchilik 10 parcha keladigan kitobni o'qiydigan gapda. Xitini hisobga vaqtda 10 parcha keladigan kitobni o'qiydigan gap. Onu o'qib bo'lgandan keyin odam hech bir zaman Qur'onni tushundira olmaydi. Nima qildi desa, ashni bilan 5 chay qilib odam hech bir zaman o Qur'onni tushundirib olim qolmaydi. Uni aytgan vaqtida men bu boshdan oxir ko'rib chiqdim, necha qatam
Bu vatanda şu kögen bir keyingi vaqtda paydo bo'lib ketgan bu kitoblar kögen o boshqaroq nusxasi edi, ma'vosal yangiroq nusxasi ekan. Hamda Qur'oni Karimning o'zida Qur'onni tushuntirish, shu usul tafsir Qur'onning o'zida borchu. Aşının qıla şu bir ikki tallı ayet, aşının qıl əməl qısa, insanlarga hech qanday bir qiymət toxtamaydı. Bu bir sörünün 5-i bu. Elif lam ra kitabın uhkimet ayatuhu sümme fussilet milletun hakimin xabir. Allah ta'budu illallah degan aşı ayet şu endi. Bu sörü Hud'miki aşı bir sörünün 5-i. Kitabın uhkimet ayatuhu sümme fussilet milletun hakimin xabir degenin özü Qur'oni Kerim'de var demek. Qur'oni Kerim'in ayetleri hükümni ifadelaydigan bir kitap. Yani Qur'oni Kerim'deki ayetleri hüküm ifadelaydi. Buniki ayetlerini tushunmaga yelir olsun nima desa, hakimin xabir, hemen bilgüchi Allah Taala tarafından o tafsil bayon qilindi. Misal bazı ayetlarni biz tushunamay qolgan bo'lsak, onu tushuntiradigan başka bir kitap izlashning hech hojati yo'q. Aşını tushuntiradigan başka yerde maxsus aşınıga izohat beradigan oyatlar bor. Bu oyatlar orqali uning o'zini tushunib olsak, o'ng'ayli bo'ladi. Yani nihayat o'zi Alloh taolo tushundigan usul bo'yicha tushungan bo'lamiz. Bu nima uchun Alloh taolo uni tushuntirishni insonga qo'ymadi, payg'ambarga qo'ymadi uning o'zini. Payg'ambar tushundirsa bo'ladi-ku. Deyish mumkin nurg'un odamlarcha. Bu sabab nima degan vaqtda Allah ta'budu illallah deydi. Allohdan boshqasiga itoat qilib qolmaslik uchun. Masalan, Qur'oni Karimdagi bir oyatning o'zini men tushundirgan bo'lsam, o'zimniki ra'yim bo'yicha, o'zimning fikrini unga aralashtirib tushundirgan bo'lsam, o dinning ichiga nima aralashib qolish vaqtida? Ra'y. Meniki fikrim aralashtirdi. İnsanlar unga itoat qilgan vaqtda nimaga itoat qilib qolgan bo'ladi? Meniki qo'shgan fikrimga itoat qilib qolgan bo'ladi. Bu vaqtda Allohning g'ayriga itoat qilgan bo'lam bo'lmamdi? Albatta. Bana itaat qilgan bo'ldiki, u vaqtda Allohning g'ayriga meni Xudo sherik keltirgandek bo'ldi. Misol, o nurg'un narsaning o'zida o'sha nimaning o tafsir, ashundaq nimani o'qigan vaqtimizda shu bir tal oyatga necha tal ashundaq o'zi ma'no berdi-da. Ya ma bo'lishi mumkin, ya ma bo'lishi mumkin, Xudoyilqi oshpazning xamirga o'xshash. Uni samiz qilsak ham bo'ladi, go'shtdan qilsak ham bo'ladi. Lagman qilsak ham bo'ldi, so'man qilsak ham bo'ldi, bittal xamin tepasi. Bu shunga o'xshash, am bo'ladi, bo'lishi mumkin, mam bo'lishi mumkin deb ming yangi ma'noda undaq emas Qur'ondagi. Qur'onda bir narsani tushunmagan bo'lsak, muqarrar holda uni tushuntiradigan boshqa oyatning o'zini shu yerda topa olamiz, misol. Hamda bu alqi Qur'ondagi inna alayna bayona degan oyat var Qur'onda-chi. Xo'sh. Uni bayon qilish, tushuntirish bizning ustimizga Alloh taolo o'z deyapti-ki, mening vazifam deydi. Men uni tushunmaydiganini men tushuntirma deydi-da. Shuni sen to'g'ri tarjim qilib xalqqa deb bersang bo'ldi. Ammo sen uni tushuntirim deb avaroma, chunki nima ish qiladigan vaqtda men tushuntirsam o'zimning ra'y bo'yicha tushuntirgan vaqt nima bo'ldi deydi? Mening ra'yim uning ichiga kiradi degan. İtibasla şu telefonla. Kardeşler bugün telefon almayımız kardeşler. Çünkü bu avval gapni anlap bakınlar. Toluq anlap bulap ondan keyin fikir qilinglar. Ondan keyin inkas rayonlarga andaq kichik bolalarga yo'llab qo'yma, o'zingiz yozinglar inkasni. Adam kabi yozinglar, ya'ni turishlar olishib qoldi. Yani adamdek yozinglar. Maqsadimiz, muddaimiz kimnidir birisini cho'kirash, birisini ko'tarash emas. Haqqı oluşuydu. Yani haqqın ki neymiş ekanligini tonuyla dedi. Kur'an'ın yögügüçe, yapgıçı, burumuluğuçu vakaza hemmisi qaysi hükümde bo'lganligini albatta din o'qiganlar tushunadi, bilsizlar. Qur'onni oshkorlaydi degan kishiga nisbatan bunday muomala qilish hech birimizga yarashmaydi. Ben hozir qadar Uyg'ur xalqini Toyib qavmidan, Sharq Turkiston xalqini Toyib qavmidan ko'p yaxshi. Chunki hech qanday bir molla bir yerga berib Allohning kalomini so'zlab, taxa qashqapoqlar yerlab, mushayib qolgan avolni fushqatmadik, anglamadim deb keldik.
Ama manevi jihatdan bo'layotdi bu ish. Bu bizga hech birsimizga yarashmaydi qarindoshlar. Hadisning ro'yiga xilop. Sizlar qarshi tarafning dinini tillamanglar deya biz boshqa dinning gapini qilmadik, Qur'onning gapini qildik davasa. Mishada bir vazni etibaran bir narsa qo'shilib Qur'on Karim to'g'risida Qur'onla bizga yetarlikda degan fikr tushuncha bu shaytonning fikri olib bu avval hadisni inkor qiladi, andan keyin Qur'onni inkor qilishga olib bordi degan ko'z qarash bor. Buningga bir yeshim yoki bir tushuncha bo'lsa, qasda bir javoblar olsa anlasak. Hamda bu yerdagi men hadis to'g'riliq to'xtalgan vaqtida hadisni asli o'z zamonasiga kelgancha to'xtalay degan bugun to'xtalib qolgan bo'ldik. Boy degandagidek hadis ikki qismga bo'lindi. Birisi Qur'oni Karimda zikr qilingan hadislar. Buni ba'zi masalalarda ishlatishga bo'ladi. Lekin keyin paydo bo'lgan 250-300 yil keyin o'z yozilgan bu ikkinchisi rivoyat hadislari. Bu rivoyat hadislarni hech bir zaman dinning asosi qilishga bo'lmaydi. Ama Qur'oni Karimga to'g'ri keladigan bu yerlari bo'lsa, u to'g'ri, Qur'oni Karim to'g'ri keldi-ki, bu to'g'ri ekan deyishga bo'ladi. Lekin din qilishga bo'lmaydi. Bu mishada bir inchkilik bor ekan. Ya'ni Qur'oni Karimga to'g'ri kelganligi uchun ham bunimi din deyish bir mana deydi. Abdurahimid nayt yaxshi dutta chaladi deydilar. Duttani uning bilan o'xshash chaladigan birisini topdik, ammo Abdurahimid o'xshash chaldi ekan deymiz, lekin Abdurahimid deyolmaymiz. Albatta. Masalan, üstüge Kur'an-ı Kerim'de eğer şu mezmun Kur'an-ı Kerim'e uygunken dedik. Ama demek aşağıda bir Kur'an-ı Kerim'de şu mezmun bağlılığını ifade kılamdı ya, nimek asasdan aşağıda diyelim inşallah. Kur'an-ı Kerim doğru kelgendikin bu doğru ke deymiz. Mesela ben bir adam hayır ihsan kılgan bolsam, Kur'an-ı Kerim'deki hayır ihsan kılınlar diyen buyruk doğru kelgen bir işini kılgan bolmuşlar mı ya ki? Hoş. Lekin meni hayır ihsan kılganımның özünü haq yezip mamı din deyiş bolmaydı diyen gap. Anladın mı? O silniki bir yer yaxşı vəzniyasiyat qıqallıqlarını, meniki yaxşı vəzniyasiyat qıqallığımını bu Kur'an'daki məzmunu bu yer sözler var deyəm, lekin bu din, yani Kur'an. Eğer her bir adam qıqa işinde din deyil tutsak, o vaxtda o dinden ötkül olmaydı dünyada deyen gap. Din özgermeydi. Fakat Kur'an'daki aqide ahkam, ama dünyada bu atqan hadislerinin hemmesi şu aqide ahkamga tatbiqlandı. Eğer onu doğru kelse, o doğru boğan boludu. Eğer onu doğru kelmesi dese, hata boğan boldu. Kur'an-ı Kerim'de çıkan nesi bu? Onun için Kur'an-ı Kerim devamlılık doğru insanlarla hata insanını bir yerde tasvirleydi. Mesela peygamberliğini zikir kılan olsa, peygamberden keyin müşriklerini zikir kıldı. Şunlar ya ki onun karşısındaki düşmanlarını zikir kıldı. Ne çıkarsa? To'g'rini zikr qilgan yerda oqisini xato qilgan insonlarni zikr qilish orqali Qur'oni Karimga tatbiqlab har ikkisining o'zini men mavu to'g'ri ish qilgan uchun bu odamdan Alloh taolo qiyomat kuni rozi bo'ladi. U odam jannatga kiradi. Madem manda xato ishni qilgan uchun uni madem ma ishni qilgan uchun bu Qur'oni Karimning ma nemasiga asosan bu xato. Bu xato ishni qilgan odamdan Alloh rozi bo'lmaydi. Alloh rozi bo'lmagan odamlar jannatga kirolmaydi, nega boradi? Jahannamga kiradi. Ya'ni bundaq o'zi Kur'an-ı Kerim tatbiqlashni bundaq o'rgatadi Qur'on. Yani bundan başla bu nima desa Qur'oni Kerimda her bir inson uchun, masalan, her bir shaxsi Qur'onni o'qigan, Qur'onniki nimasining o'zini, tarjimasini o'qigan vaqtning o'zida o'zimizning e'tiqodidan tortib toki amal ibodatlarimizgachilik hamma ishimizni Qur'onga selishtirib, men to'g'ri qilib o'tibdimi, men xato qilib o'tibdimi yoki ma ishim to'g'ri, men xato qilib o'tibdim deb baho berib mang'alaydi degan gap bu. Kur'an bu kadar yani nemi kitap diyen gap. Kur'an'ı tushungili bo'lmaydi degan fikr qanday qaraymiz? Kur'an'ı tushungili bo'lmaydi degan gapning o'zi Qur'oni Karimga bo'lgan bir haqorat o. Qur'an'ı tushungili bo'lmaydigan bo'lsa, yani mesela biz bayağı abi şimdi öteki ketdik, yani acizane aklımız bunu tushunishga yetmaydi degan. O butunlay o'zi yolg'on bir gap ku. Eğer o Qur'onni biz tushunolmaydigan bo'lsak, Qur'on bizga hidoyat olamaydi. Siz 1000 yil burun yezib qo'ygan, taşlığa uyup qo'ygan bir xatni ko'rsizlar, uni tushunmadilar. O haqiqatan to'g'ri. Onda bir savol tushishi mumkin aqllarga. Yani mesela o zaman tushuntirishga ehtiyoj bo'lmasa, nima uchun payg'ambar navbatdi?
Peygamberge düşedi de onu. Peygamberge düşedi, peygamber onun özünü kişilerge düşendir nem kılış emas. Fakat Kur'an-ı Kerim'deki şair düşendiriş o yerdeki narsa. Ama özünü bir narsani qo'shib düşendirish degan narsa yo'q. Şoňa Kur'an-ı Kerim'de misal 330 neticede kul degan kelime var. Şundaqmı yoki? Kul huvallohu, kul a'uz degan kul kelime var. 330 neticede var bu. Nima uchun degan vaqtda hattoki shundaq bir narsani nim deyish kelib qolsa, Alloh taolo men ma'nida, onda kichik bolaga o'zi o'rgatgandek, andaq o'rgatgan yeri bor bu yerda. Undaq o'rgatmagan taqdirda payg'ambar o'zla bo'ldi, men uni so'rdi, men buni o'zimniki kallasi qartali deb o'tay degan bo'ladi. Demakki payg'ambar bo'lgan bo'lsa-mu, u o'ziniki ra'y bo'yicha bir narsa o'zi deb baqqan, bir din sohasida bir narsa deb baqqan yer yo'q degan gap. Faqat Alloh taolo tushgan evat nima insonlarga yetkazdi degan gap. Yani o zaman Peygamber Aleyhisselam'a Kur'an'a tefsir vermegen, tefsir kılmagan. Ya tefsir berishga nima ehtiyoj var Kur'an'daki? Zaten manda qilsang nima yaxshi bo'ladi, manda qilsang Mishal bir gap varkenki Kur'an-ı Kerim'nin sözüne bir nima tercümesi olurdu, söz tercümesi. Yani fiili tercümesi olurdu. Diyen okşa tercümelerine nurgun renk verdim be. Hem de aslında sizlar kitap tercüme qilganmi bilmayman. Bu tercüme bir kitap tercüme qilgan vaqtida bir inglizcha kitobning o'zini uyg'urcha tercüme qilgan vaqtida o so'z tercüme qilmaydi. Hech bir yerda o so'z qilsa, u vaqtda o uyg'urning grammatikasi ayrim, o inglizning grammatikasi ayrimda. Bu shunga o'xshash arabning grammatikasi, uyg'urning grammatikasi o'xshamaydi. Bu vaqtda nima qildi degan vaqtda har qanday bir kitob tercüme qilgan vaqtda o kitobning mazmuni tercüme qilindi. Maqsadi tercüme qilindi u yerda. Maqsadi tercüme qilingan vaqtda o Qur'ondagi shu maqsadning o'zini insonlar tushuna oladi degan gap. Uni so'z tercüme qilgan vaqtda o'qidilma Qur'ondagi oxirgi surani misol. Ashu ya ayyuhal muzammil qumil layl illa qalilan nisbahu aw unqus minhu qalila degan ash oyatniki tercümasini o'qib baqsizlar. Ya kechning oz bir qismini ya jiq bir qismini ya balanisida tushunib olmagan bir tercüme misolda. Ash hamma oyatni shunday bir yerga kelsa nima nimaniki kechning bir qismi tu degan gap. Kechning bir qismi turib sen Qur'onni ratla degan gap chiqdi u yerda. Yerimi tu nisbat tu ya azrog'i tu degan ya jiqarog'i tu deb uni qilsa u nima qanday ma'no chiqdi misol? Aldığımızki derslerde yana Kur'an'dan Uygurca tercümesideki bazen bayqıgan ya eskigan meseleler alakadar suallarımız düşürdü çok mu? Onunla şu bezbunda kirli inşallah. Hazır hem de vaktimiz biraz uzak kitap kap kaldı. Çünkü derslep ki mukaddim şekilde olduğu için işkeylenme bir cık refitiş kılgan bir aval yok. Fakat samimi şekilde bir aval bir bet açılı. Kağının aslasda kimini toluklaş şekilde düşündürürsek yani sorarsak buludu dep oylap başlagan bulduk da. Şurada olan çağda Kur'an-ı Kerim ey Allah. Kardeşler ben Uygurca gap kıldım. Bugün tıpın alamayız. Çünkü mezmununu anlaydı aval. Ondan keyin değişti. Sualın olsa pes yazanlar bu dakikada cevaplaştırışımız. Hoş, undaqda hadis bilan Qur'onning munosabatini qanday tushunishimiz lozim? Bunu biraz vakti kelgan chog'da balkim tafsiliy ishimiz da, lekin bugun vazni itibariyle biraz uçur bergan bo'lsak. Endi buni asli hozir bugungi kunda bu chiqarilgan gap emas. Bu bizniki xalqimiz nihoyatda qattiq bog'langan bir narsa o'g'ashqa, uni ba'zan bir gapni qilsak nihoyatda achchiq keladi. Shuning bilan o'zi ta'tirsiga oladi misol. Aslida endi Qur'oni Karimdagi hukm bo'yicha aytgan vaqtida Qur'oni Karimdagi zikr qilingan hadislar bilan Qur'oni Karimning o'rtasidagi munosabat nihoyatda o'zi aniq, ya'ni quyuqda. Chunki u birisi hukm, birisi aqida, yana birisi uning tatbiqlangan qismi. Xolos. Ammo rivoyat hadislariga kelgan vaqtda rivoyat hadislari bu Qur'oni Karimga
Qur'oni Karim bilan o'zi munosabati bor. Buning o'zini Qur'oni Karimning bir qismi qilamiz yoki dinning bir qismi qilamiz degan gapning o'zi bu nihoyatda o'zi xato bir ishchi bu. Hech bir zaman o'zi dinning bir qismi bo'la olmaydi bu. Dinga uning orqali tushunishmi xato bir ish. Masalan, Payg'ambar alayhissalom zamonasida shu Qur'on tushgan vaqtda Qur'onda zikr qilingan 25 payg'ambar uning qarshisida turgan insonlarning voqealigi bayon qilingan-ku Qur'onda bor shu. Payg'ambar alayhissalom shular to'g'riliq, masalan, Musa alayhissalom ani qilgan, Isa alayhissalom mani qilgan, Fir'aun mandaq qilayotgan degan to'g'riliq hech qanday bir yerdan va'z nasihat qilgan yeri yo'q. Ko'tlamizlar shu Payg'ambar alayhisalom tabliq qilgancha davomli ashunday tabliqni qilib yurgan bir narsa bormi shu rivoyatlarda? Yo'q. Bu hadis degani shu nima Qur'onning o'zidan bor, fatabiru ya ulul albab, fatabiru ya ulul absar degan o'zi oyatlar bor. Bu faqatla inson dars chiqaradigan. Mandaq ishni qilgan inson mandaq foyda topdi. Bizmi mush ishni qilsak, cho'qim foyda oldi ekanmiz. Ma ishni qilgan odam ziyon tortibdi, biz ma ishni qilsak, bizmi ziyon tortib ekanmiz deb biz o'zimiz uchun dars chiqarish uchun Alloh taolo keltirgan narsa bu. Biz masalan o'zimizniki shu Sharq Turkiston tarixi degan kitobni o'qiymiz. O'qigan vaqtda nima uchun o'qiymiz degan vaqtda burunqlarniki qilgan yaxshi ishidan o'rnak olamiz, xatolashgan yerdan ibrat olamiz. Shuning uchun o'qiymiz. Ammo uni davomli tarixdagi ishni qilamiz deb yurmaymiz. Nima uchun degan vaqtda agar shu ishni qilsak, hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi misol. Xo'sh. Ovozlar etilib qoldimi ya? To'xta, benim ovozim yok. Tamam, anlandı. Hem de bu fikir adı sizin bekerek bayraktar şekilde çıkıp kaldılar. Sizden başka mı fikirler manvatkan xelce karındaşlarımız varken. Ama şu taş tokmak, tani malametlerden kaçıp özüne mahbub tutuvatkan ahvallarını his kıldık, köydük. Hatta bevasıta uçkaşkan mı bulduk. Hem de sizler bir Abdülkerim Mahsumazım katarlılık şu Uygur yakın zaman tarihindeki meşhur ustazlarının adıda tüzcük ders ağalarının katarı okuyan, çabalaş olan, adam okutkan bir geçmiştir varken. Hem bu fikir bizge nispeten yat bir fikir, yanı bir fikir derek tuyuldu. Sizler bununla kaçan, kandak uçkaşlar degen sonrası ilgili kayındaşlarımızın köpüncü sizler hakkında bilmeydiken. Sizler özlerinin geçmişlerden biraz anlayan olsak, özleri mesela nerede toğullar, kandak terbiyelerle bollar mesela. Bu vakti biraz bir uçur elip, bugün program işaret toxtatsak, devamını keyin qatımqa devam qilsak. Şu hafta bir to'xtalib bergan bo'lsar. Aslida biz sizlarning haqqingizda biz izlanib kelib, biz yandan bayon qilib bersak yaxshi bo'ladi, ammo imkonlarimiz cheklik bo'lganligi uchun biraz ters insonga o'zini o'zi tushundirmak, ammo hamda bu biraz himmat qilib xo'sh. Shu eng qiyin masalaning birisi shu o'zini tushundirish-ku. Shunda bo'lsa men qisqa qilib o'zimni nima qilay? Men Aqsu viloyatining vatanning Aqsu viloyatiniki Shayar noyasi Yengmali yezisida bir dehqon oilasida tug'ilgan. Ben hukumat maktabini 10 sinfgacha o'qigan. 10 sinfda o'qigan, 8 da o'qiyotgan vaqtimda hukumat maktabi birlashtirib, shu diniy maktabning mahallidagi bir mollamda shu arab grammatikasi masalan shu muhsurat deymiz, hamda muhsuratniki shu birinchi nemisdan boshlab shundaqalqi sarf deydi uni. Sarf nahvi ashnodan boshlab ayndaq nima qilib 84-yilgachilik 84-yil shu nimam bitdi meniki.
Hökumetin mektebi bitti. Şu vaqtçılık mahallədəki bir mollamda okugan. Okup bu 84 yıl 10 ayda ben Kuchağa kettim. Kuchağda Kerem mollamda okudum. Keyin Şinxağa kelip Şinxa'da toqsımı dep koydu. Bu yerda Abdurrahim Damollam, Abdurrahim Mahsum, andekin mao Ahya'da Ez Damollam degan bir kishi var. Onun da edebiyat okugan. Keyin mao Kuchağdaki Abdulhakim Damollamda okudum. Onu dekin 86 yılın ahırında şu 8 ay mezgillerinde nemik ettim. Ben məxsus bir adamni moşunatla okuyma dep tutqan emas. Çünkü men kallamdaki narsa bir ustozniki degan gapini hammasini to'g'ri deyish manga bek to'g'ri ko'rinmaydi. Uniki to'g'ri yeri to'g'ri bo'lish kerak, xato yerini xato. Bunda qabul qilish to'g'ri narsa-ku. Bir odam bayat qilgandek yoki uni hech qanday bir narsa xato bo'lmaydi, bu odam hamma to'g'ri deydi deb bunda e'tiqod qilish o to'g'ri narsa emas. Keyinki qog'liqqa ketdim. Qog'liqda 3 yildan ortiqroq tutum ama şu 89'ның ahırgıçılık tutum emdi. 3,5 yılga yakın bolamdı ki şu vaqtda. Şu jarayonda aşağıdaki şu burun o'qigan şu Arab grammatikasi qavoid deydi buni. Andaki nima o'zim şu ma'ni mantiqni usul fiqh deymiz. Şu tavziyatni tatib ashning o'zini şu nemada o'qigan, Abdulhakim Damollamda o'qigan Kucha'daki. Bu yerga ben qoidadan şu kitobni o'qidik. Qazi Beyzavi'nin şu asasen nemede okugan. Kucha ve Şinxa'da okugan. Ama nemi görüp, qağılık verip, yani qayta okuduk. Bu yerda ben lafz-ı Kur'an okudum asasen nemede. Qağılıkta biraz lafz-ı Kur'an okudum, 5-6 pari az olsa. Kucha'da mı Ahmet Mevli'ndeki şu lafz-ı Kur'an öğütüş nemesiga qatnaşqandım. Bunu nayet kızıqtım. Nemişki diye vaqtda tafsirniki bir qism yerlerden men razı bo'lmaganligim uchun lafz-ı Kur'an o'qishni o'zimga nem qilgandim, tanlagandim. Şu 90-yılı, 89-yılı 11 ay mezgillarda qağılıqdan qaytib keldim. Qaytib kelib yani mektep taqılış mecbur olgandı. Taqılış şu vaqt taqaldı, bir kichik bir namoyish bo'lgandi. Biz shu namoyishga bordik. Ondaki o mecbur taqaldı. Shuni bilan u yerga keldik. 90-yılı 4-ayning 5-ida barın vaqasi bo'lgandan keyin 91-yilniki 1-ayda meni tutib ketdi. 6-7 oyda shu turmada yotdim. Ondan keyin 94-yılı 6-ayda Qirg'izistonga chiqib ketdik. 14 bola birga chiqqan. Hozir biz birga chiqqan boladan Germaniyada, Misrdan birisi, Turkiyada degandek, mayda men degandek, shundaq bir qancha yerda bolalar. Birga chiqqan boladan. Men shu o'qish jarayonida bu biz hukumat maktabida o'qiyotgan vaqtida din degan bir apyon deydigan, andakin kommunizm, sotsializm ideologiyasi degan ideologiya bo'lgan, unidagi odam maymunda bo'lgan deb Darwin'dagi tadrij taraqqiyot nazariyasini o'rgatib qolgandan keyin falsafa jihatdami bu sharq falsafalari, Xitoy falsafalarini asosan shu kommunizm falsafalarini hali yaxshi o'qigan maktabdagi vaqtda. Falsafa o'qigandan keyin uni o'zini bir to'g'ri demasakmi garchi. Lekin kallani kichkina harakatlantiradigan narsa falsafa deganda. Xo'sh. Keyin o arab tili o'qiyotgan vaqtida arab tiliniki asosan aqida qismiga kelgan vaqtda falsafani talab qiladi. Asosan Sullam Qazi Sullam o'xshash bunday falsafaga doir kitoblarning o'zini shu qog'liqda putlagan. Shu Aristotelniki nimalarga, kitoblarga. Demek bu kitaplar keyingi vaqtda shu nimaga islom dunyosiga arabcha tarjima qilinib, islom dunyosiga singib kirgan shu nimaniki aqida sohasidagi nurg'un kitoblar shu sharq va g'arbning falsafasidan asos qilgan ayni falsafa nima qilgan kitoblardi. Falsafa bilan yezib chiqqan bunaqa vaqtda. Shuning uchun bu sharqning falsafasiga jiqaroq ko'ngil bo'lganligi uchunmi deb o'ylayman. Mush aqida kitoblarda hozir meningda bu kitoblarning bir qancha shu qo'limda kitob oltidagi kitoblardan bir qanchasi bor, ammo to'g'rida jiq undaq kitoblar.
Hı. Bu kitaplarda asasen bu akide kitapları şu kommunizm itiqadı bilen bek şiraklışıp ketmeydi. Xudaniki qulu yo'q, turdigan yeri yo'q, uniki vujudi yo'q degandek qilib Xudoni parchalab yo'qotadi-chu. Turdigan yeri yo'qotadi. Qur'oni Karimda undaq emas endi. Undaq bo'lgandan keyin bu yerda Qur'onga malqa shubhi paydo bo'lgan, shunday ish paydo bo'ldi ekanda, keyin ma g'arb falsafasini bir oxir o'qigan bo'ldik. Bularqı her narsani mutlaqlashtirmaydi. O sharq falsafasida bir narsani mutlaqlashtiradi-chu. To'g'ri olsun mutlaq to'g'ri, mayadagi nisbiy to'g'ri qatorida qaraydi ma g'arbliklar. O ikkisini o'rtasidagi farq ashunda. Bular aning o'zini mutlaq mushunda xalqi deb qilgandan bu jiqaroq shu sharqniki falsafasiniki ta'siriga uchirgan. Chunki o'tir sharqmi asosan hozirgichilik bu diniy e'tiqodda sharqniki ko'z qarashidir-chu. Dinga e'tiqod qilmaydi, din akaga odamga e'tiqod qiladi. Ya'ni din degan Qur'oni Karimga e'tiqod qilmay, Qur'oni Karim tushgan payg'ambarning og'ziga kirib oladi. Bo'ldi-chu? Amaliyotda u Qur'on nima deydi desa, u payg'ambar Qur'onga e'tiqod qilgan, Qur'onga ergashgan, sizlarmi Qur'onga ergashinglar deylik. Mishada bir eslemeden birini qistirish to'g'ri keldi deb o'ylayman. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgan chog'da demeyler neymiş kılışını bilinmey, şunda izdirap olup kalmakta bir işkiliniş boğan, yani bir davalık şekilde bir nersi boğan çağda Abu Bekir Rezan'ın çıkıp meydanı sözlüken bir notku var. Şu çağda kim ki peygamberle ergeçken olsa öldü. O kişi kim ki Allah'a ergeçken olsa Allah ben bu hayat. Diyen bir notku var. Delmiş yerde bir toxtab bakal basak. Hem şu vaqtning o'zida sahobaning ichida ashundaq aqlliq, shu haqiqiy dinni tushungan kishilar bor bo'lgan-ku. Masalan, Abu Bakr, Umarlar ashundaq odamlardi. Abu Bakr shu yerga kelib, amaliyot inson degan o'ldigan narsa, payg'ambar, nurg'un payg'ambarlar o'lib ketgan. Qur'oni Karim masalan afa immata aw qutildan qalabtum ala aqabikum fama yanqalib ala aqibayhi fala yadurullohi shay'a degan oyatniki nimasi mushu endi. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل مش آياتنا وقوب أبو بكر أشهد حق جماعت كي يقلد hem de. O neme diye vaxtda Xudo menga ölmeydi. Xudo ölmegenden keyin Xudoning qonuni mu menga ölmeydigan gap. Hem de o payg'ambar o qonun akib qo'yib ketdi, payg'ambarga tushdi o qonun. Payg'ambar o'lib ketsa, sen uningga oqisini o'lib olmaydi. O qonunga eslib mansang payg'ambar manga yo'lda mangan bo'lsa degan gap endi. Mana bu vaqtda. Bütün payg'ambarlarga nim qilgan narsa shu. Burun tatib insonga ergishib, insonni qululib mundaq o'tgan bo'lg'achqa Qur'oni Karim burungi kitoblarni tatib hammasi qulluq tuzumini amaldan qoldirib, faqat Allohga o'zi itoat qilish, insonlar hammasi o'zaro barobar ekanligini his qilish, barobarlikni tiklash, adolat bilan hukm qilish, mush sohada Qur'oni Karim mundaq burungi kitoblarni tatib hammasi shundaq o'zi nim qiladi. Buni mayadalqi bir maxsus bir mavzu bo'lmaganligi uchun ma gap sal to'liq bo'lmay ketadi. Her bir mevzunu ayrım kısak o vaxtda fakat işardı abiyatıqda mezmunga yandaş şekilde kıstırma kılgan bolsa, yani men desem başka çıkıdı bu gap. Sizler bu medresede okup yetilgen bu bizden enenevi İslami düşüncemizde düşündüğün bu Kur'an merkezlik İslam'ını tadqiq qilib izlengen bir so'lash sifatlari bilan her iki tarafdan ma'lumotlar bor. Ajda bo'lganligi uchun abi davatkan halki ademge ergish karakterinin besib ketayotganligi qarta Peygamber sallam o'lib ketgan chog'da Abu Bakr radhiyallohu nima deganligi mishada bir vazni bor-ku mishada. Ha, albatta. Va shuni bir qistirma qildiki, sizning og'izlaringizdan chiqsin bu. Bir şekilde deb o'ylagan ishga albatta kirib olmaydi. Haqiqatan her bir nimasi her bir vaqalikninki her bir inkaslardan talay izohatları var, o'xshamagan şekilde. Şun onun kirib olmaydı. Fakat Aşiyada Peygamber Aleyhisselam vafot etib ketgan chog'da Abu Bakr radhiyallohu anhu degan gapi bugün o'ylanishdi ishlik masala. Çünkü
Allah Taala şu kitapni tushirgan vaqtida men gapning beshida kelgan bu gap. Muhammad Aleyhisselam da Peygamber Aleyhisselamga kelsak tushirgan kitobniki maqsad nima degan vaqtda insonlar bir qonunga bo'ysunsin. Alloh taolo ko'rsatib bergan bir qonunga bo'ysunish orqali birisiga zulm qilmasin, adil nim qilsin, harakat qilsin degan maqsadda Alloh taolo bu qonunning o'zini Odam alayhissalomdan boshlab tushirganda eng oxirgi Payg'ambar alayhissalomga kelib to'xtagan. Endi insonlar davomli qashunda kim bir qonun kelgan bo'lsa, qonunga ergashmay shu odamga ergashib kelgan. Uni buzib ikkinchi qatimda masalan İbrahim Aleyhisselam'a suhub tushgan bo'lsa, undan keyin masalan İbrahim Aleyhisselam o'lib ketgandan keyin o din buzilib bir yer bo'lgandan keyin qolgan payg'ambar Musa Aleyhisselam kelgan, undan keyin o'z payg'ambar Aleyhisselam kitob tushgan payg'ambarlar misolda. Ashning hammasi nima desa, shu dinning o'zini, shu xalqniki ichidagi bo'layotgan diniy e'tiqodni isloh qilish uchun kelgan odamlar. Hammasi mush payg'ambarlar hammasi islohotchi. Ya'ni Alloh taoloning kitobini qo'liga olib turib, Allohniki nima dini ma'u deb xalqni isloh qilgan bir islohotchilar. Bizdeki narsa nima desa, shu kimga bir e'tiqod qilib qolsa, shunga cho'qindigan bir holat bo'lganligi uchun shu ideya bo'yicha Qur'onni qo'yib, Qur'on kelgan odamga cho'qinib turib olganda, eylem shunda qulog'ida eylem. Ba'zi bir qismi internetda qarindoshlarımizga qarasak, ashulimi shunda deydi, men buni pek tafsilli bilib ketmayman, ammo o'zim hurmat qilgan ko'pchilik insonlar ergashgan insonlarning qaroriga bo'ysundim. Ya shunga ergashdim. Chekildik imkoslarga. Bu dunyoning bozori chiqsimi, bizning ota-onalarimizning og'zidan to'lanlaydi. Adamchilik ililibdiki men qo'ydim. deydigan. Şu bütün dünyada aşındaq işler yüz bergen. Sizning bu bayatning biograflardan başka ketib qoldik, kechirishlar gapni bilmasam bo'lib ketgansizlar. Yani bugün ma temi itibarı bilen muşu söz, muş fikirni qilishda sizninki bu bizning an'anaviy islomiy ma'rif tarbiyasi bilan o'sib ketilgan bir bo'la sifatlar bilan bu Qur'on markazidagi ta'limotga qanday ushqashlar mush yoqdagi nimalardan bir fikr anlaylik. Qachon fuqlab bu masalani? Hem de ben şu 84-yıl nemaga kuchog' bo'lgan vaqtda Tafsir Jalolaynni boshlagan o'quvchi. Tafsir Jalolaynni o'qiyotgan vaqtimda shu Qur'onda masalan Sura Baqarani o'qigan vaqtimizda iymon etgan, ya'ni Alloh tushirgan kitoblarga ishongan, namoz o'qigan, ro'za shu bog'u allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna as-salata va mimma razaqnahum yunfiqun deydi-ku. Zakat bergan, masalan ahiretga ishongan ash odamlar oxirgi nijot topadi deb oxirida ashta xuloslaydi. Ulayka ala hudan min rabbihim va ulaykumul muflihun deydi-ku. Bundaq oyatlar Qur'oni Karimda nurg'iyat chiqadi. Chiqqandan keyin men o vaqtda gerçi hukumat maktabida biroz o'qigan bo'lsam, bir narsani to'l tatlaydigan shu odatim bo'lg'achqa bu qandaq endi bizmi o'rta darajalik bir inson dedik, endi bek kambag'al emas, bir boy emas, oilamizchi. Shunday qadamlandi. Hem öydekiler hemmesi namoz o'qiydi. O Uyg'urlar namoz o'qiydigan, ro'za tutadigan odamlar yamanjiq, agar o'zi yo'l ochiq bo'lsa, eshaklarni hammasini setib o'tibligini haram ko'rib kelishni orzu qiladi hammasi. Albatta. Bu qadar hamda shunday tushkun. Lekin bizning millatimiz hech bir zaman nijot topgan emas. Shu Saydiya xonligidan keyin zodi nijotlikka erishmabdi. Men o'zi tarixni o'qiganimda nijotlikka erishmabdi. Ben keyingi vaqtda qog'liq o'rib o'qib kelgandan keyin bizniki cho'ng yo'lni qirdi bir yerimiz vardı. Yani qirdi bir jigning tuyda o'ltirib tash yo'l qarab o'ltiratdim. Bir soatning ichida 20-30 eng oz bo'lsa, 50 karvu shu harvuda eshik harvusi, at harvusi, kal harvusi, traktorlarda shunday o'tin to'shiydigan odamni ko'ramiz. Hammasi Uyg'ur. Bir tal Xitoy o'tin to'shimaydi. Uyg'urlar akagan o'tinning eng nochisin bir haru akvelib, kumini akib qo'yib, qishinchi rahatini surdi. Ammo namoz o'qiydigan shundaq Uyg'urlar ashundaq biz zulmning ichida turdi. Meni kallamga kelganda shu vaqtda nima uchun biz masalan Qur'on debdi. Shuni ishongan, ishni qilgan odamlar nijot topdi debdi. Bizdagi nijotlik qani degan narsa kallamga keladi-da. Bu vaqtda ikki narsa bor. Ya biz shu nijot topdi degan kitob yoki u to'g'ri emas. Yoki biz buni to'g'ri amal qilmadik. Bu ikki narsaning birisi bor.
degan bir narsa kallamga kelib, nurg'un zaman shundoq o'zi nimqon bo'ldim. Bu hatto shu kuchog'i o'qishni boshlagan vaqtidami kallamda bor narsa necha qatim shu ustozlarga savolni qo'ygan. Mening o'l birga savoddosh o'qigan bolalarimiz bildi. Hammasi mush Karam qori hadis ishonmaydi deb hozirgacha shuni deb yurgan odam jiq. Hadis ishonmay emas. Har qanday narsaga amaliyotni chiqish qilishni orzu qilaman-ku. Amaliyot shu ish zot bo'latamdi. Biroq ashuni debdi, amaliyot shu nijotlik bo'latamdi Uyg'urlarga. Misol Uyg'urlar hech bir zaman nijotlik bo'lmag'ini qarab, bizniki tutgan yo'limizniki xato ekanligini his qildim men. Bundan keyin davomli bu masalan nimaga 2002da shu Norvegiyaga kelgan vaqtda Qur'onning o'zini hadisvel tarjim qilishni o'ylashdim. To'xtab turay, mana bir hadisvel tarjim qilib baxsam, shu tafsir qilib baxsam qanday bo'ladi deb. Keyin fiqh bilan tafsir qilib baxsam qanday bo'ladi deb. Lekin ikkilisi u Qur'onniki nemasiga to'g'ri kelmagan. Nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karim u ikkilisindagi saviyasidan natijasi yuqori saviyada kitob bo'lg'achqa, ishkin saviyasi uning to'g'ri kelmagan gap, to'van kelgan gap. Ya'ni ba'zi yerlarda Qur'oni Karimda yo'q narsalar, hukmlar u narsalarda bo'lgandan keyin Qur'oni Karimda o'zi bu hukmni mansub qilib etib, uni qo'yib olgandan keyin undaq narsalar kallamda o'tmagandan keyin shuning bilan keyin faqat Qur'oni Karim tadqiq qilish nemasiga tushib qoldim. Eng oxirgi hisobda bir tal kitobim shu 50 yoshimda chiqqan bo'ldi. Shu 2018da Qazo va qadar degan kitobni chiqargandim. U shu aqida bilan qazo va qadar degan taqdirchilik bor, hamda taqdirchilik bizda nima bo'lgandan keyin shu sohada izlanishim bordi, shuni chiqargandim. Ammo ikkinchi kitobim asosan aqida ahkam hadis sohasida biroz to'liq bo'ldi deb o'ylayman. Bu sal cho'ngroq bir kitob bo'lgan o'xshaydi. Demak, men shu vaqtdan tortib shunday qilqi yo'limizniki xato ketgan yeri bor deb shunday izlanib yurib, andan keyin bu yo'lga uchrashgan yerim bu. Siz shu yo'lda mang'icha Uyg'ur qavmining ishidan fikrdosh yoki shu yo'lda bir birga mang'anli bo'ldimi? Hamda bu yo'lda birga mang'an mening bilan o'zi ancha-muncha bir savoddosh o'qigan yoki mening qo'limda o'qigan mana shunday bolalar bo'lib, to'liq bir fikrimiz bir yerdan chiqatmasimi, bir qadar ba'zilari meniki yuz xotiram deb bo'lsa, to'g'ri deb beshini sangiltib, gildanishib qo'yib mang'adigan, ba'zilari zot mush to'g'ri deydigan, menda holat zot Qur'ondan deyotgandan keyin deydiganlar bordi. Ammo jamoat so'rindi bir qatim deb qaytganmi degan vaqtda ashadni qattiq qarshilik ko'rgandim shu 92-yil bo'lsa kerak. Meni farzimcha. Shu o'qishni bitirib kelgandan keyin bo'lgan ishlar. Buningga ham bizniki odamlarimiz unchalar taqat qilib bo'lmaydi. Nima uchun degan vaqtda bu kunib ketgan, o'zining dini ashi deb hisoblab ketgan. Uningda butun o'z hikoyalar hammasi bo'lgandan keyin uniki rost yolg'iniga, amaliyotga oshirgan, oshmaygan hech qanday bir odam ahamiyat bermaydi bizda. Qur'onda sizlar qo'llaringizda yozib olgan narsani bu Allohning dargohidan deb Allohning dini qilolmanglar degan oyatnimi tushunmaslikcha, shu dini olimman deyotgan odamnimi Qur'onni bir qatim tatlab, u bosh bir qatim ko'rib chiqmaydi. Bu tafsir nima bizniki madrasniki usulimi ashuna qilib ketgan-ku, chunki Arabning grammatikasini o'qib, biroz o'z arabcha til chiqqandan keyinlar boshlangan narsa, ash rivoyat hadislardan masalan Mishkat deydi, Lulu Marjan deydi, Riyaz Solihin deydi, undan keyin shu Sahih Buxoriy, Sahih Muslim ashuni boshlab o'qidi. Cho'ng kitoblikda, u cho'ng yozilgan kitoblikda. Uni birlashtirib, fiqh deb masalan shu Muxtaruqay, Sharvaqay deymiz, Hidoy deymiz, ash kitobni o'qidi. Undan keyin tafsir o'qitdik deb tafsirning o'zini 2 par, 3 par o'tib kelsa 5 par o'qitib, lekin istila oldi deb qo'yib qo'ydi. Aslida boshdan oxir o'qitilgan kitob Qur'on. U Qur'onni 3-4 par o'qitib yo'q bo'ldi qildi. Unda qandakin insonlar o'qigan odam qana qildi degan vaqtda bir narsaga javob izlasa, shu tartib bo'yicha birinchi shu rivoyat hadislardan, undan keyin shu Umayya, Abbosiya sulolasining zamonasiga davlat qonuni bo'lgan shu nimadan izlaydi. Shu Hidoy Sharvaqaydan izlaydi. Bu asli islom qonuni emas u. U shu vaqtdagi davlatningki qonuni. Bu arablar o'ziniki ishlarga to'g'ri qilib turib tuzgan narsa,
Uni hozirgi vaqtda islomdagi nemisi shariat anda qilganda uni. Shariatga odam nima? Shariatul g'arra deb turibdi, alamat bir ismni qo'yib, anda o'zi qilgan-ku buni. Uning uchun bizning odamlar ashuni ishindi. Ashuni ishonishdan burun Alloh tushirgan kitob Qur'on. Sen Qur'onni beboshdan tutib, har kun bir oyat yoki 10 oyat o'qimsa, nima qilamiz ashuning o'zini? Shuning munosabatlik butun Qur'ondagi oyatning o'zini bir yerga to'plab turib, uning o'zing ravurs bir xulosa chiqarib, ma'ning mazmuniga asl mandaq narsaga deb bir narsa tushuncha hosil qilish kerak. Unda qilmay lekin o'zi kerak bo'lib qolsa oyatni bitta oyatni kesib eplikin boshqalarning og'zini yumdirish uchun uni qo'llandi. Agar u kerak bo'lmay qolish bo'lsa, uni mansub qilib yana bir oyatga ko'chib yoki rivoyatni akiblik shuninga o'zi qiladi. Bu to'g'ri narsa emas bu. Allohning dini Qur'on. Abu Bakrning zamonasida, Umarning zamonasida hattoki shu vaqtda to'plangan hadislarni tamoman ko'ydirib o'tgan. Ular shu Qur'on tutib mangan, uning uchun ular taraqqiy qilgan, rivojlangan ishlari oldiga mangan. Qachonki shundaq o'zi dunyoning to'rt tarafida qilib qolgan narsalarga ergashdik, uningdan boshlab bizniki ishimiz bundaq ta'tirsiz ketayotgan gap. Nima ish qilsa, xato yo'lda ketyapmizda biz. Alloh ko'rsatgan yo'l bu emas-ki. Shuning uchun bu dinda o'qigan har bir odamning o'zini, mening deydig'inim, Alloh tushirgan kitobni bir qatim boshdan oxir tadqiqot nazariyasida o'qib chiqish lozim. Uni o'qimay turib, uni tekin o'zi uni degan odamga haqorat qilish bu to'g'ri narsa emas u. Va Turkiyaga borsam, Turkiyada bunday tadqiq qilgan odamni jiqqa. Nima deydi? Abdulaziz Bayindir, Mustafa Islamoğlu degan ash odamning o'zini har xil tillayotgan ash Uyg'urlarning ichida aytaq odam bor. Sen ashada yashayotgan odam, berib qishig'i odam bo'lgan ekansan, agar odam bo'lsang, qishig'i berib, mana mana debsa, nima asosida mandaq deding deb bir fikr almashtirib qilish kerak-ku. Uyda o'tiribdiki ham tillashniki nima hojati bor? Ahli ilm degan bir odamga yarashadigan narsa bu misol. Agar ahli ilm bo'lsa, kallasi zarrachilik, yo'g'on gapni qilmaydi, zarrachilik bir ilmniki bir asri bo'lsa, bu odamni berib, ashundaq yagini qilib, ular har fikrni, har masalada bir suhbatlashish lozim. Mening to'g'ri, seniki hech qachon to'g'ri emas. To'g'ri narsa Qur'on. Qur'ondan boshqa hech qanday bir narsani biz to'g'ri deb qaramaymiz. Agar u narsa Qur'oni Karim to'g'ri kelsa to'g'ri kelmasa xato. Bir dunyoda bir insonni qilgan ishini o'lchaydigan narsa faqat Qur'on. Undan boshqa bir o'lcham yo'q-ki. Endi u 300 yil, 400 yil, 1000 yil keyin yozilib qolgan bir narsaning o'zini akilib, bu yerda sen din qilishniki nima hojati bor misol? Ashuni din qilganlikdan musulmonlar hozirgi vaqtda qayoqqa keldi misol? Qaysi holatga tushib qoldi? Ashuni din qilmagan vaqtda, Qur'onni din qilgan vaqtda musulmonlar qaysi holat taraqqiy qilib, qaysi holatga yetgan. O Sahih Buxoriy, Sahih Muslimlar misol Payg'ambar alayhisolamdan 250 yil keyin yozildi degan bilan uniki xalq bilan yuz ko'rishgan vaqti 1300-yilga to'g'ri kelgan gap. Yani 7-800 yil Payg'ambar alayhisolamdan 7-800 yil keyin, yani 6-700 yil yoki eng az olsa keyin insonlar yuz ko'rishgan kitoblar. Shunqachilik masalan 1300-yilgachilik qanday bo'lgan degan vaqtda islom dunyosi shunday taraqqiy qilib, masalan ilm ma'rifatniki bo'shig bo'lgan dunyoda. Matematik deymiz, algebra deymiz, astronom deymiz, tibobat deymiz, nurg'un ilmlar aşağıda o'zi vujudga kelgan islom dunyosida. Shunday oldi ketayotgan bir islom dunyosi qanday bunday og'ir qilib qoldi? Og'ir qilib qoldigan bir narsa bor degan gap. Yo'lni xato tanlagan bir narsa bor. Xato yo'l boshlab ketgan bir narsa bor orliqda degan gap. Shuning uchun har odam, masalan biz nima uchun boshqa bir musulmon davlatlarni qo'yib turaylik, o'zimizning bu holat kelib qolishi, masalan islomga e'tiqod qilib, islomni qabul qilishdan burun Uyg'urlar bir qatorma bir mustamlaka tushib qolgan bir millat emas ekan. Tarixni o'qisak. Ham islomni qabul qilgandan keyinlar 1000 masalan Saydiya xalqining o'zi 1514-yil qurilib 1696-yilda yiqilgan bo'lsa, 96-yil 1696-yildan keyin u Uyg'ur millati ta hozirgacha tuzuk bosh ko'tara olmagan misol. Hamma millatda ham shu bir islohot bo'ldi-ku, misol Turkiyada Mustafa Kemal o'z vaqtida islohot yapgan.
Türkiye Cumhuriyeti'ni kurgan vaxtida nurg'a adam deydi, andaq mollani o'ltirib atgan, mandaq. Vay u xata yo'ldagi mollaning nima keragi var endi? Millatga yük oldigan adamniki. Saudiya Arabistonda Saudiya Arabiston davlatni qurish jarayoni nurg'un adamning o'zini molla bo'lsin, ziyoli bo'lsin, o davlatga yük, davlatni o'zi oqib so'raydigan undaq axlat adamning o'zini yo'q qilib etgan. Hamma davlat isloh qilgan. Masalan, bizniki degan vaqtda biznikida islohchilar bo'lgan. Abduqodir Damolla deymiz, Savtoj Damolla o'xshash. Masalan, Chingizxon Damolla o'xshash neni olimlar chiqqan, islohotchi, zamonaviy olimlar chiqqan. Lekin ularning qo'lda huquq bo'lmaganligi uchun millatni isloh qilib bo'lmagan. Oxirgi verib, ash odamning o'zini tutib berib, ash odamni o'ltirib, Abduqodir Damolla nima o'ltirib etgan. Ashni oqisi kim bor desa, molla va. Kim millatni isloh qilamiz desa, shu isloh qilamiz, ma zamonaviy bir odam bo'lsin, odamdek yashsin, ma millat desa, ash odamniki pini qirqib, millatga sat ko'rsatib, Abduqodir Damollaning jadidi, oqchi ko'kshi deb nurg'unlagan laqabni qo'yib shu o'ltirib etgan. Shu vaqtning o'zida hozir hammasi Abduqodir Damolla degan oqchi Damollam ko'rdi, shundoq maqtaydi. Agar Abduqodir Damolla hozirgi zamonda bo'lsa, yana tillaydi shu odamning o'zini. Mushundaq gapni qilding deb yana tillaydi. İnsan bo'lganligimiz uchun xo'sh. Shu Abduqodir Damollamning Miftaul Adab degan kitobning o'zida nurg'unlagan shundaq o'zi yaxshi nasihatlari va misol hamda gapni xulos qilgan vaqtida bizniki ziyoli sohasidagi ziyoli deganni asli birli bo'libdi, diniy sohada olsun, fanniy sohada olsun, ammo bizda ikkiga bo'linib ketganligi uchun diniy ziyoli, fanniy ziyoli deb her ikki tarafning ziyolilari her narsani insoniyatniki to'g'ri yo'li bilan, insonlar to'g'ri, xalqimiz to'g'ri ketayotgan bu yo'lda, uni bir to'g'ri yo'lda mangandiki uning mutlaq foydasi bo'ladi-ku. Uni zodi millat qanchalik foyda olyapti, buning o'zini nazarda tutish lozim. Oxirat jannat kirib olish uchun, Xudoning roziligini olib olish uchun, jahannamdan qutulib olish uchun emas, ishni to'g'ri qilishni birinchi asos qilish lozim. İşin to'g'ri qilgan vaqtida Allohga rozi bo'ladi, u odam jannatga kira oladi, jahannamdan qutula oladi. Sen ishini to'g'ri qilmay turib, u jannatni arzu qilish, Allohning roziligini arzu qilish, u xuddi bir uxlab tush ko'rmay, uxlamay tush ko'rgandek bir ish u. Bu odamda vaqt bo'lmasimi? Biraz tunji sohbet olganlığı için biraz erkek koyuyoruz. Çünkü keyingi sohbetlerimizde ipucu verdi birinciden. İkinciden halkımız tarafından bir xil hata düşüncege kep kılıngan ya şuna maklangan bir bular sohbetler bilen adır kadar eski yürek sözlerine tepsili değiş fırsatı ya olmadı. Herhalde bugünkü şu telefon almasında Katarlık meselelerde mi avvalcı durup anlaş demesini tuttuk yolunu. Bugün oturup koyulgan meseleler karta fikir ya ki karşı reddisi boğan kardeşler olsa yazmış şekilde imkas rayon yazısanlığım oldu ya ki keyin bizge türlü app arkalık yollasanlığım oldu kardeşler. Bu da program başlaştığı ilgili soruların içinden tallap mezmunga alakadar kısmında timimiz tanıgan timimizden yandaştırıp ekilip cevaplap ötümüz inşallah. İnşallah. Aslında bugünkü plan kılıngan mezmunlardan biraz uzak kettik. Bazıları artık oldu, bazıları kem oldu. İnşallah aldığımızki budakı kısmında bugünkü mukaddimden toluqlanışı sırada Kur'an-ı Kerim'in başka varyantları var mı? Katarlık. Kur'an'a alakadar boğan desek asası düşünçke tiyişlik olan bazı meseleler hakkında yana bazı izahatlarını verimiz ve düşken suallardan şuna qo'shimcha javoblashtırışınız. Şuna kısa bulam da? Oldu. Hem de bundan keyingi programda biz her bir programda bir ya ikki mesele üstüne to'xtalaylik. Umuman to'xtalish bu meselenin to'liq hal qilmaydi, yaşanmaydi. Bunun için her meselenin özüne bir ya ikki mesele üstüne to'xtalsak, onu to'liq Kur'an'daki ayetini nakli keltirip durup, her bir meseleye Kur'an'ın ayetini, delil ispatını keltirip durup deyimiz o yerde o mesele biraz enik buldu. Ama umum karakterlik bu kalsa bu mesele çeşilip gidiyordu. Millet onun da cık paylanıp getemeydi.
Elbette. Bo'ldi. Ashta qilindi olsa. Ondaqda bugun men toza yaxshi qilib bo'lamadim, ammo Abu rahmatulloh alayhi aziz qarindoshlar. Chunki dedim ya, bir tal maqolning oldidagi uzumdan bir ikki tal yeb, barabar birga yeyli degan paytda Kerim ustoz o'zimizning tilida so'zlaydi. Tushunishsiz gap bo'lib qolib qolsa, so'rsak tushuntirishga tirishadi. Birga o'rganadigan gap. Ilm bergan sira ko'paydi. Pul bergan sira azaydi deb qo'ydi ekan. Ya'ni berishning qanday bo'lganligini tushunganlik uchun ekranga chiqib, bugun bu masala haqida betni ochdi. Inshaalloh oldimizgi kunlarda sizlar kallanglar taqalgan, agar Qur'on bo'lmasa bu qanday bo'ladi? Qur'on bo'lmasa bu masalani qanday hal qiladi? O qanday bo'ladi, bu qanday bo'ladi degan bizga islom tamg'isi bilan beshimizga keydirilgan, ama Qur'ondan onun cevabını izlep tapqın olmaydigan meseleler hakkında inşallah bir to'xtalishga tirishimiz. Faqat sabr lazım, ixlos lazım, aql ve hürlik lazım. Shunday qilsak bo'ladi. Bo'ldi. Tushunsak bo'ldi. Chunki bugungi o'xshash temamizdan taqdim qilinishi faqatlam hür insonlar manfaat oladi. Chunki tiz cho'kkan yoki el bo'lgan fikrlarning ostida turib, bundan naf olmoq tez. Bevosita his tuyg'ularimiz bo'g'anlik uchun o'rtoqlashib bu so'zni. Undan ko'p rahmat. Sizlarga kelar hafta seshanba kuni o'sha soatda ko'rishamiz inshaalloh. Bo'ldi. Allohga emanet. Ma'qul, omon bo'lamiz. Allohga emanet. Assalomu alaykum.